5 xil, 6 xil qilib chiqib keladi. Men unda o'ylayman, immunitet degan narsa hozir qayerda deymanda? O'sha bola kelib sizni hozir kerak bo'lsa uradi yoki baqiradi turgan joyda. Azartda baqiradi. Shaharni bolasiga e'tibor bersangiz, gilami tagida o'tgan o'tga o'xshaydi. Oppoq rangsiz bo'ladi-yu. Qishloqni bolasi haydari qop-qora. Ya biz immunitetimiz shu daraja tugab qoldi. Siz bilan biz katta bo'lgan o'sha 94-yil, 95-yil maktablarida maska biz ko'rmaganmiz. Azart. Ichki azartdan 12, 1, 2 bo'lganini bilmay qoladi bolalar. Sizni o'zingizni yoshligingizda ota-onangiz siz bilan birga dars qilishganmi? Assalomu alaykum. Aslida podkastini kuzatuvchilari, balki onlayn ko'rayotganlar, balki doim kuzatib turadigan odamlar, omonmisizlar? Hop, biz galdagi sonni boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz bunaqa детный отец deydi-ku. Bunaqa profilni, ya'ni ko'p mutaxassislarga ega bo'lgan shifokor. Albatta endi aslida podkastda g'oya jihatdan shifokorlarni asl shifokorlar tomonidan asl haqiqatni olib chiqish uchun o'ylab rejalashtirilgan ish. Ko'p mutaxassislik, ko'p kasbga ega bo'lgan va biroq o'zida hammasini ishlata olgan noyob kadrlardan bittasi Jahongir akamiz. Bozorov Jahongir Mustamovich. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Assalomu alaykum. Bu kishi asli pediatr, Sanpini tugatganlar. Undan keyin infeksionist, ya'ni yuqumli kasalliklarni o'qiganlar kattalarda va bolalarda. Undan keyin parazitologiya, undan keyin pulmonologiya. O'sha Covid paytda, yongan paytda jang maydonining o'zida yangi davolash usullarini tajribadan o'tkazib, bemorlarga tatbiq qilib, yaxshigina natijaga erishib, o'zini ko'rsata olgan xodimlardan. Tibbiyot a'lochisi, sog'liqni saqlash a'lochisi unvoni ham bor. Aka zabardast. Xo'p, Jahongir aka xush kelibsiz. So'rash olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Aslida podkastining kuzatuvchilari, sizlar bilan onlayn ko'rishib turganimizdan xursandman. O'zimizda bor bilim va tajribalarimizni sizlar bilan shu onlayn tarzda busida o'rtoqlashishga imkoni boricha harakat qilamiz, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Rahmat Jahongir aka, taklifimizni rad etmasdan rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Xo'p, bugungi mavzu endi siz bilan meni sohamizdan kelib chiqqan holatda kuz mavsumi, mana havoni o'zgarib, keskin haroratlarning tushishi, ko'tarilishi bilan kechadigan mavsum. Bolalarda immunitet. Nafaqat bolalarda, kattalarda immunitetga shu atrofda planlashlasak, chunki ORVI degan narsa bor. O'stiratin o'zbekchasiga nima edi? O'tkir respirator virusli infeksiya. Infeksiya, ORVI. O'tkir respirator virusli infeksiya. Bu hozir avj oladigan, chunki havo mana keskin tushish boshladi. Hozir ham salqin mana, kostyumda o'tiribmiz. Avjini oladigan yoki birdan hammaga yoppasiga yopishadigan narsa bo'lgandan keyin bu yerda asosiy rolni immunitet o'ynaydi. Xo'p, shu 3-4 ta yo'nalishingiz bo'yicha, sohangiz bo'yicha shu to'g'risida ketamiz. Bo'ldi, ketdik. Birinchisi, immunitet asli nima? Biz immunitet deganda hamma tasavvur qiladigan, hamma bilib qo'ygan o'zicha, mana shu atiklovinni ichsam yoki vifironni qo'ysam yoki anafironni svichasini bolamni orqasiga qo'ysam, shu bilan mana immunitet ko'tarib qoladi degan narsami yoki qanaqadir bir jamlanma, bir qanaqadir boshqacharoq tushunchami? Nima o'zi immunitet o'zi? Biz nima deganda, oddiy odamlar immunitet deganda nimani tasavvur qilish kerak? Mashina desa biladi, mashinani 4 ta g'ildiragi bor. 3 ta g'ildirakli mashina deyarli yo'q. Mashinani yopiq, ichida himoya va qishda sovuq, yozda haydash uchun ichida sovutadigan, isitadigan tizim bor. Xullas, mashina desa ham tasavvurga ega, daftar desa ham tasavvurga ega, mikrofon desa tasavvurga ega, choynak piyola desa tasavvurga ega, lekin immunitet desa nimani tasavvur qilishimiz kerak? Hozir bizda noto'g'ri shakllanib qo'ygan anafiron, vifironnimi yoki bu boshqacharoq narsami o'zi? Immunitet bu juda keng qamrovli tushuncha bo'lib, nafaqat siz ta'kidlaganingizdek oddiy preparatlar anafiron, vifironga bog'liq bo'lmagan. Ya'ni immunitet bu nima? Immunitet bu organizmni kasalliklarga qarshi tura olish qobiliyati. Ya'ni inson organizmining ma'lum bir yuqumli va yuqumsiz kasalliklarga, hozirgi kunda ko'p uchraydigan o'sha yuqumli kasalliklarga qarshi tura olish qobiliyati. Ya'ni kasallikni yuqtirmaslik qobiliyati oddiy qilib tushuntirib aytganda. Ya'ni bitta baryer, ya'ni to'siq hisoblasak, masalan, deyishimiz mumkin. Immunitet har bir odamda individual shakllangan bo'ladi, har xil bo'ladi. Masalan, bir xil insonda bir
yoki bir nechta kasallikka nisbatan immunitet bo'lishi mumkin. Ba'zi bir insonlarda bir nechta yoki ko'plab kasalliklarga nisbatan immuniteti bo'lishi mumkin. Ya'ni tez kasallikka chalinuvchi insonlar bo'lmaydi. Ba'zilar nimjon immuniteti sust bo'lganligi sababli tez kasallikka beriluvchan va oddiy kasalliklarni ham, masalan, shamollash kasalliklari, gripp, ORV kasalliklarini tez qayta yuqtirib oladigan bolalar yoki kattalar bo'lishi mumkin. Bularda immun tizimi yaxshi rivojlanmagandan yoki sust bo'lganidan darak beradi. Hozir tug'ma immunitet bo'lishi mumkin. Ya'ni Unga to'xtaymiz. tug'ma deya olmaymiz. Onadan bolaga sut orqali o'tadigan immunitet. Bor. Misol immunitet deganda, masalan, men o'zim bir gematolog sifatida buni ayta olaman. Immunitet bu kishi aytgandek, ta'kidlaganday, infeksiyaga yoki tashqi noinfeksion agentga qarshi tura olish qobiliyati. To'g'ri. Ya'ni infeksiya, bakteriya, virus, parazit yoki zamburug' shunga o'xshash bir dunyo tirik qo'zg'atuvchi ham immunitet talab qiladi. O'lik misol uchun tirik emas bo'lgan inorodniy qon quyish, ya'ni boshqa guruhdagi qonni quyish immunitet ishlatadi-da, bemor himoya qilib o'ldirib ham qo'yishi mumkin. To'g'ri. Shu jihatdan aytaman. Endi immunitet nima o'zi aslida desa, bu biz tanamizda qon hujayralari bor. Qonni olib turib sentrifuga qilsak, bilasiz, misol 10 gram qonni sentrifuga qilib aylantirib, maxsus apparatda ajratsak, pastga quyuq qismi, tepaga suyuq qismi ajratiladi. Taxminan quyuq qismi 50-55%, suyuq qismi 45-50% bo'ladi. Quyuq qismining ichida bir dunyo emas, 3 xil element bor. Shakl elementlar. Bu rang beradigan qizil eritrotitlar, hop, qonni suyuq quyuqligini ta'minlashda asosiy rolni egallovchi trombotitlar va bizni himoyamiz bo'lgan asosiy himoyamiz leykositlar bor. Leykositlarning ham turida men so'g'am bo'lgani uchun to'g'ridan-to'g'ri fagositlar leykositga javob beradigan neytrofillar bor. Neytrofil, boshqalar. Endi immun, gumoral jihatdan javob beradigan limfotitlar bor. Limfotitlar bular signal beradi tanaga. Anginada turibdi, kelib signal beradi. Bizga mana shu turdagi immunoglobulin kerak. Tana mayda zarrachalar vaqt davomida shunaqa immunoglobulin ishlab chiqaradida, kirgan infeksion omil yoki noinfeksion omilni himoya qilib bloklaydi. Bu immunitet. Bardoshli tura olishi xususiyat degan o'sha oqsil bo'ladi, globulin. Immunoglobulin E, immunoglobulin A shunga o'xshash turlar bor. Globulin oqsildan iborat bo'lgan bitta sep zanjir. Shu narsani tushuntiryaptilar. Men endi detalroq tushuntirishga harakat qildim. Meni sohimda to'g'ridan-to'g'ri hujayraviy darajada. Xo'p, u tug'ma uncha-munchaga bo'lmaydi. Onaga orttirilgan holatda o'tadi. Ya'ni bola sut orqali qancha vaqt onaning immunitetidan foydalanadi va qancha vaqt unga yetarli bo'ladi u? Immunitet o'zi tug'ma va orttirilgan bo'ladi. Tug'ma immunitet o'sha bola tug'ilgandan ona suti orqali o'tib 1-2 oygacha bolani har xil tashqi ta'sirlardan, tashqi agentlardan saqlashi mumkin. 2 oydan oshiq ishlamaydi tug'ma immunitet. Orttirilgan immunitet o'sha orttirilgan faol va orttirilgan sun'iy immunitetga bo'linadi o'zi ham. Orttirilgan faol va orttirilgan sun'iy immunitet, ya'ni bir-biridan nima farq qiladi? Orttirilgan faol immunitet organizm yosh bola yoki kattalarda o'zi o'tkazgan ma'lum bir kasalliklarga nisbatan hosil bo'lgan immunitet. Masalan, boshqachasiga xotira, organizmda o'zida qoladigan xotira. Masalan, oddiy qizamiqni, suv chechakni yoki sariq kasallik deydi yosh bolalarda ko'p uchraydigan gepatit A ni oladigan bo'lsak, inson hayot davomida bir marta o'sha kasallik bilan kasallanadi va o'sha kasallikka nisbatan inson organizmida immunitet shakllanadi butun umrlik. Va o'sha kasallik bilan qayta kasallanmaydi. O'sha ko'kyo'talda yoki qizamiqda, keyin gepatit A da, yana har xil boshqa kasalliklarni ham misol keltirishimiz mumkin, turi ko'p. O'sha organizm bir marta kasal bo'ldi. O'sha kasal bilan qayta kasallanmaydi organizm. Bu orttirilgan faol immunitet. Orttirilgan sun'iy immunitet degan tushuncha bor. Orttirilgan sun'iy immunitet organizmga, o'sha inson organizmiga o'sha kasallik qo'zg'atuvchilarni, virus bo'lsin, bakteriya, zamburug' yoki boshqa har xil qo'zg'atuvchilarni kuchsizlantirilgan shaklda yuborish, ya'ni vaksinatsiya tarzida yuborish orqali organizmda sun'iy ravishda immunitet hosil qilish. Bu masalan oddiy aniq qilsak, bolalarimizga masalan
hozirgi kunda poliklinikalarda, oilaviy poliklinikalarda o'tkazilayotgan O'zbekiston Respublikasi o'sha Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli qaroriga bilan asosan emlash kalendari orqali o'tkazilayotgan emlash. barcha turdagi emlashlar. Barcha turlar. Bular yuqumli kasalliklarga, og'ir yuqumli kasalliklarga. O'tkir og'ir yuqumli kasalliklarga o'sha jamiyatni tibbiy anaqasini ko'tarish uchun, salohiyatini ko'tarish uchun, sog'lomlashtirish uchun o'tkaziladigan keng qamrovli kasalliklarga qarshi profilaktik tadbir hisoblanadi. Bu o'sha organizmdagi orttirilgan sun'iy immunitetni ta'minlab beradi. Vaksina o'sha ko'pchilik oladi yoki olmaydi, har xil metod bor deydi. Bizga o'zi vaksina kerakmi? Inson organizmida o'sha vaksina, to'xtang. Vaksina nima deb tushunadi? Vaksina nimaga hamma vaksinadan qo'rqish kerak? Bola bizdan so'ramagan holatda gepatit B ga radomda emlab qo'yadi. Tug'ilishi bilan 2 soat ichida. Bunaqa vaksinalarni ba'zilarda so'rash huquqi bor, ba'zilarda so'rash huquqi yo'q deydi. Umuman vaksina nimani tushunish kerak? Aslida vaksina nima? Nima u? Ochiq oydin tushuntirganda mana bu piyola, mana bu qog'oz deganday vaksina, mana shu narsa vaksina bo'ladi tushuntirsak. Masalan, immun tizimni baryer degan deb tasavvur qilib ozroq tushuncha berishga harakat qildiki, ya'ni to'siq. Oddiy masalan, o'zbekcha qilib, jaydarcha qilib aytadigan bo'lsak, immun tizimimiz bizning devorimiz bo'ladigan bo'lsa, hovlimiz yoki uyimizga kirishdagi o'sha devor bo'ladigan bo'lsa, vaksina o'sha devorni fundamentini qo'yib beradigan narsa. Biz o'shani shakllantirib, kuchaytirib boradigan tizimimiz. To'ppa-to'g'ri. Vaksina. Vaksina bizga kerakmi? Albatta kerak vaksina. Bekorga bu vaksina chaqaloqqa o'sha radomda tug'ilgandan gepatit B ga, tuberkulyozga, ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan, jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan kasalliklarga birdaniga emlanadi. U ota-onalarning roziligiga qaramasdan. Keyin o'sha kalendar bo'yicha emlash rejali ravishda olib boriladi, ular ham majburiy tarzda olib boriladi, emlanadi. O'sha chunki har xil yuqumli kasalliklarni bu o'tkazilayotgan vaksinalar aholi orasida tarqab ketishini oldini olish, bolalarni kasallanmasligiga sabab bo'lish va keyin davlatga og'ir yuk tushirmaslik. Chunki bitta davlat masalan pandemiya yoki epidemiya bo'lib har xil kasallik tarqasa, birinchidan sog'liqni o'zini yo'qotadi, farzandlar, ota-ona qiynaladi. Ikkinchidan davlatga ham ancha davlat ish kuchini yo'qotadi, undan tashqari pulini yo'qotadi. O'sha, masalan, oddiy koronavirusni ko'rdingiz, koronavirus butun dunyoni, butun dunyoda xuddi mana shunaqa. Endi masalan koronavirusda emas, bizda kalendar emlash rejamizda o'tkazilayotgan o'sha vaksinalarimiz birinchidan immunitet hosil qilish, sog'lom turmush tarzini shakllantirib, insonlarning salomat bo'lib yurishini ta'minlashga xizmat qiladigan va o'sha jamiyatni faol qismida, faol qatlamda, chunki O'zbekistonning asosiy aholisi hozir yosh aholi, faol qismda kasallanishi, ishga yaroqsizlik yoki har xil anaqaga ishga yaroqsizlik yoki kasal bo'lib qolishlarni oldini olish uchun qaratilgan. Demak, xulosa qilsak bo'ladi, vaksina har qanday infeksion kasallikda, ya'ni yuqumli kasallik bilan bemor og'rigan paytda, u og'rigan paytda kasallikni boshidan o'tkazgandan keyin unga nisbatan siz aytgandek immunitet, bir devor paydo bo'ladi. Bu kasallanib bo'lgandan keyin. Vaksina esa o'sha haqiqiy infeksiya bilan duchor bo'lishdan, u bilan ro'baro kelishidan oldin mayda shtammda kichkina qo'zg'atuvchisini vaksina ko'rinishida tanaga kiritib, fundament bilan devor qurib olish. To'g'ri. Bunda baribir ham misol qizamiqqa yoki nimagadir emlansa, vaksina qilinsa, o'sha kasallik bilan yengil formasi bilan bilinar-bilmas kasallanadi degan, to'g'rimi? Organizm o'zida kasallanadi, lekin kasallik aktiv ravishda bo'lmaydi. O'sha devorni yasab olish uchun yoki devorni qurib olish uchun kerak bo'ladi. Demak, bu kerak narsa. Kerak narsa, albatta. Xo'p, bu vaksina hammasi kerakmi? Kerak. Hammasi kerak. Chunki vaksinani o'sha O'zbekistonda o'sha profilaktik kalendar emlash rejasiga kiritilgan vaksinalar hammasi kerak. Ular tajribadan o'tib, albatta, sinovdan o'zini oqlab, ya'ni tajriba o'tib deganda, misol bir guruhlar bo'lingan. Ma'lum bir vaqtda 1-3 yosh yoki 0 dan 3 gacha yoki 3 dan 18 gacha bo'lgan yoshlarni aynan mana bu hududda yashaydigan hududdagilarni tarmoqlarga bo'lib, bularga vaksina qilib, bularga vaksina qilmasdan turib solishtiruv xulosalaridan kelib chiqib qilingan o'tkazilgan. Maydanu buyruq bu. Buyruq, o'zidan o'zi ishlab chiqilgan. Buni yana bir muhim tomoni, bizni hali o'zimizni shaxsiy vaksinamiz yo'q. To'g'ri. O'zbekiston vaksina ishlab chiqara olmadi. Bunga
strogiroq, ya'ni jiddiyroq, yana ham bu siyosiy narsaga qaraydigan davlatlar ishlab chiqargan narsada u. To'g'ri. O'zimizda ishlab chiqarilmagan, to'g'ri, hamma vaksinalar chetdan kirib kelgan, lekin o'sha chetdan kirib kelayotgan vaksinalar ham Farm standartdan o'sha nazoratdan Nazoratdan o'tadi. U butun vozligidan o'tadi. Bo'yicha o'sha maxsus termokonteynerlarda, poliklinikalarda o'tkazilayotganda ham o'sha maxsus idishlardan olinib, bir martalik shpritsda o'sha inyeksiyon variantimi yoki tomchi variantimi bir martalik anaqada ko'rsatilib, o'sha yangi seriya, flakon seriyasi bilan ochilib, registratsiya bilan o'tkaziladi. Bo'ldi, vaksina temasini yopamiz. Demak, vaksina olishni ota-onalarga biz taklif qilamiz. Albatta. Ota-onaga ham, yoshga ham, kishiga ham, kattaga ham. To'g'ri, albatta. Faqat kalendar emlash bo'yicha majburiy kiritilganini majburlab tavsiya oldingiz, qolgan tavsiya. Misol, virusli kasalliklar bor, gripp. O'rvigan vaksina har yiliga chiqadi, chunki uni shtampi o'ta o'zgaruvchan. O'zgargan shtampiga mos vaksina chiqaradi, uni olishlik ixtiyoriy. Ixtiyoriy. Ular ixtiyoriy bo'lgan vaksinalar juda ko'p, ular bizga kerak emas. Demak, vaksina temasini yopdik. Savollarga bafirja, jaydarcha javob berishga harakat qildik. Keyingisi. Immunitet. Bola onadan immunitetni oldi. Immunitet qanday ko'rinishda oladi? Misol, bir haftalik bola yoki bola bugun o'zida onani emishni boshladi. Bugun o'zida o'sha qabul qilayotgan sut orqali immunoglobulin temasidan boshlanib ketdi-da. Sal chuqurlashib ketdi. Immunoglobulin orqali oladi. To'g'ri, immunoglobulin oqsil ko'rinishda. Oqsil ko'rinishda sut orqali oladi. Sut orqali oladi, u umumiyroq bo'ladi. Qarang, necha yoshgacha bola immunoglobulin oladi otadan? Onadan 1 yoshgacha olib yuradi, lekin o'sha onadan dastlabki tug'ilganda olingan immunitet, unda bolada organizmda paydo bo'layotgan immunitet 2-3 oygacha maksimum ishlaydi. Keyin o'zi ikkilamchi o'sha orttirilgan o'zini orttirgan immunitetni ishlatib boshlaydi. Bola tug'iliboq sun'iy ovqatda yashayotgan bolalarning immuniteti nima bo'ladi? Men shuni ko'p anaqa uchraydigan holat, juda ham fitnali savol, to'g'ri. To'liq onadan immunitet hosil qilib ola olmaydi bola. Ikkilamchi orttirilgan faol va nofaol immunitet hosil bo'ladi bolada va o'sha ona suti bilan boqilmagan bolalarda immun tizimi yaxshi rivojlanmagan va har xil kasalliklarga tez beriluvchan bo'lib qoladi. Ya'ni bunaqa tajribada bor-a? Bor. Misol, ona suti bilan ozlangan bolalarni 20 yoshgacha kirgan davrda kuzatib turib, ona sutini umuman qabul qilmasdan turib, 20 yoshgacha bir xil hududda, bir xil ekotizimda yashab turib, ona sutidan ozlanmagan odamlarning hayoti og'irroq o'tganligini statistik ma'lumotlari bor, statistik ma'lumotlar. Bor, mavjud. Mavjud-a? Mavjud. O'sha ona suti orqali boqilgan bola ham o'sish rivojlanishdan, ham shakllanishda aqliy qobiliyatini, fikrlashi, kasalliklarga chidamligi, ya'ni immun tizimidan sun'iy o'sha har xil kashalar yoki qo'shimcha ovqatlar bilan boqilgan bolaga nisbatan yuqoriroqda, uning urovini darajasi yuqoriroqda va unga nisbatan ancha hayotiy faoliyati ham tezroq va sog'lom kechadi. Endi qarang. Demak shunday ekan. Maqtalayotgan oziqalar 0 kundan boshlab, tug'ilgan vaqtdan boshlab 18 yoshgacha beriladigan oziqalar, ayniqsa 1 yoshgacha bo'lgan oziqalar, 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali. Ularda o'zi maqtaganchalik, ularda yozib qo'yilganchalik, mana bunda nima bor, vitamin D, balobatlar, oxirida immun kompleksi bor degan gaplar rostmi, yolg'onmi? Endi yoki bu hozirgiday jamiyatimizda ildizgacha botib ketgan, osib ketgan, yugurib ketgan marketing xodmi? Oziqa moddalari bor, lekin immun tizimini o'sha ovqat, undagi kasha, har xil qo'shimcha ovqatlar bilan immun tizimini shakllantirish qiyin, kam miqdorda u immunitetni shakllantirib beradi yoki immunoprobiotik, immuno bir narsa deb qo'shimchalar qo'shgan. U sal marketing tizimi. Lekin bolaga kerakli bo'ladigan oziq-ovqat, masalan, kerakli uglevod, oqsil, vitaminlar bor. O'sha masalan immunitetni ham shakllanishida har xil bizga kerak bo'ladi o'sha ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanish deymiz. Vitamin, oqsillar bor-ku, katta odamda ham immunitetni mustahkamlab, rivojlantirish, qurish materiallariga ehtiyoj bor. O'sha qo'shimcha ovqatlar tarkibida bor. Ular immunitetni shakllanib kuchayishiga yordam beradi, lekin o'zlari o'z-o'zidan o'sha kasha orqali o'zidan qurishga qura olmaydi. Immunitet qurib bera olmaydi. Demak, u bolani hayotida ayniqsa o'g'il bola bo'lsa, o'g'il bolani bilamizki, o'g'il bola katta bo'lguncha qiyinchilik bilan katta bo'ladi, uni u yoqda kasallanish, o'limi qiyin bo'ladi. Qiz bola katta bo'lguncha rosa zo'r, tez ta'sirlarga berilmaydigan bo'lib katta bo'ladi, lekin naryoqda yashab ketish juda qiyin bo'ladi.
o'g'il bolani juda qiyin bo'lar ekanda. To'g'ri. O'g'il bolaniki taqdiri qiyin. Erkaklarni ehtiyot qilish kerak. O'g'il bolani chunki u qiyin sinovlardan o'tib kelib, hayotni mana shu zarbalariga, taqdir zarbalariga tayyor bo'lib kelgan bo'ladi. Xo'p, endi tavsiya, immunitetni to'g'ri ushlash uchun bu haqqoniy tavsiya. Qaysi vaqtdan boshlab ona sutiga qo'shimcha ravishda oziqa qo'shsa bo'ladi? Agar ona suti bilan boqiladigan farzand bo'lsa, agar immunitetni ushlash uchun masalan qo'shimcha dori yoki anaqadan foydalanishga Ehtiyoji yo'q. yo'q. Nimaga hozir emas. ko'pchilik pediatrlar aynan xususiy klinikalarda yoki qayerdadir onlayn qanaqadir tavsiya qilayotgan paytda to'g'ridan-to'g'ri oling. Qo'shmasangiz bo'lmaydi. Bola to'ymayapti deyveradi. Yo'q, qo'shmasa bo'lmaydi. Chunki bolani qarang, immunitetiga ta'sir qiladigan vositalarni ajratib olishimiz kerak. Biz savolni to'g'ri ochiqcha ochib olishimiz kerak. Bolani immunitetini shakllantirishimiz kerakmi yoki uni oziqlanishini, ovqatlanishini to'ldirishimiz kerakmi? Hozirgi kunda onalar, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni emizadigan onalar pashti 60-70% da suti yetarli emas, farzandini to'ydirib bera olmaydi. Onani o'zi yosh, to'liq rivojlanmagan bo'lishi mumkin, anemiyasi Nimaga bunaqa bo'lib qoldi? Yo, bolalar ochobod bo'lib tug'ilyaptimi yoki onalar tugab qoldi? Onalar endi ochofat yoki onalar tugab qolishda emas. Hozirgi sharoitda bilmadim, endi tashqi omillar ta'siri, keyin to'liq hayotga tayyor emasmi qizlarimiz yoki yosh uzatib yuborishi natijasidami? Chunki o'zi ham yosh organizm, yosh ona yana bitta organizm boqish uchun qurbi yetmayapti. Ko'p holatda kuchi yetmaydi. Berayotgan suti masalan kuniga emizayotgan anaqasi suti bolani to'ydira olmaydi. Biz o'shani bolani to'yintirib, uni rivojlanishi uchun faqat sut yoki kashi orqali boqiladi bola. Biz unga qozon ovqat yoki narsa bera olmaymiz senga bola. Uni shakllanib, rivojlanib, doimiy oyma-oy qo'shib boradigan vesi uchun kerak bizga qo'shimcha. O'sha qo'shimchalarning tarkibida to'g'ri ma'lum bir miqdorda bor immunitet. Hosil qiladigan anaqalar, immunitet hosil qilmay, immunitet shakllantiradigan kerak bizga qo'shimcha ovqat. Agar ras onasini suti yetmayaptimi, kuchi yetmayaptimi boqishga onani qo'shimcha ovqat berishimiz kerak. Bu chunki bolani to'liq rivojlantirishimiz uchun kerak bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, immunitet temasin yopdik. Demak, kerak bo'lsa, onani holatda kelib chiqib, meni o'zim shaxsiy tajribamda ona 25 yoshda gemoglobini 80. Bola 2 oylik bola gemoglobini 90. O'zi asli orttirilgan defitsit, ya'ni yetishmovchilik holati, temir tanqislik anemiyasidan orttirilgan yetishmovchilik holati ona xuddi shu yetishmovchilik bilan bolani tug'yapti. Xuddiki bir nasliy kasallik bilan tug'yotgandek tug'yapti-da. Demak, ehtiyoj bo'lsa, birinchi kunni o'zidan berish mumkin. Iloji boricha undan chekinish kerak. Iloji boricha. Insonni meni shaxsiy fikrim, o'z tibbiyotdan fikrisiz, doktor Xavos ham bu narsani oldin aytgan shu yerda, bilgan bo'lsanglar. Inson jamiyatdan ajralgan holatda, ijtimoiy muhitdan, tabiatdan ajralgan holatda yasha olmaydi. To'g'ri. Iloji boricha tabiiy ravishda immunitet bo'lishiga qo'yib berish kerak. Mana bu teri 100% hech qachon toza turmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Bunda infeksiya, kir, shunga o'xshash narsalar yashab, bir kun, 2 kun, 1 soat, 2 soat, 1 minut, 2 minut yashab bo'lsa ham ta'sirlantirib tursagina bizda o'sha siz aytayotgan, biz aytmoqchi bo'lib tushuntirayotgan immun baryer ishchi holatda turadi. To'g'ri. Bo'lmasa zanglab qoladi. To'xtaldik. Keyingisi. Demak, bolaning yoshi 1 yoshligida ham, 1 oyligida ham, 10 yoshligida ham, 20 yoshligida ham endi ko'proq yosh 20 yoshdan past holatda infeksion kasallik bilan kasallanadi. Aynan mana hozirgi oyda kuz oyida har qanday o'tkir respirator infeksiya, pnevmoniya, shunga o'xshash bakterial bo'lsin, virusli bo'lsin qo'zg'alib qoladi. Mana shu davrda bolani qaysi yoshi eng mustahkam yosh hisoblanadi? Immunitetga chidamli. Immunitetga chidamlilik davri bola 5-7 yoshdan keyin jamiyatga ko'proq qo'shilgandan keyin har xil kasalliklar desak noto'g'riroq bo'lar. Har xil bolalar bilan muloqot ko'payadi. Kasallik deyiladi o'zi. Bunday olganda qo'zg'atuvchi. Qo'zg'atuvchilar, kasallik tashuvchilar, qo'zg'atuvchi emas, kasallik tashuvchilar bilan muloqot ko'payadi. Va o'sha maktab davri ayniqsa chidamliligi ortib boradigan davr hisoblanadi. Demak, 5-7 yoshdan keyingi. 5-7 yoshdan keyin. Bundan tushunishimiz mumkinki, inson qancha vakuumda o'tirsa,
qancha jamiyatdan, tabiatdan izolyatsiya qilinsa, shunchalik immunitet yo'q. Kuchsiz bo'lib boradi. Tushunarli bo'ldi, a? Inson qanchalik tabiatdan izolyatsiya bo'lsa, undan chekinsa, qanchalik vakuumda o'zi alohida bo'lsa, shunchalik immunitet kuchsiz bo'ladi. Bu hozirgi kunda ancha-muncha ota-onalarga tegishli gap. Xo'p, bu jihatdan mana shahar aholisi bilan qishloq hudud aholisini immunitetini farqlashimiz mumkinmi? Farqlashimiz mumkin. Shahar aholisida immunitet oddiy qishloq bolalari, masalan, viloyatda qishloqlarda to'g'ri tibbiyot yaxshi rivojlanmagan bo'lishi mumkin, lekin immuniteti past bo'ladi. Tabiiy o'sha kuzatuvlarda ham shaxsiy tajribamizdan ma'lum. Chunki qishloq joyda tabiat bilan muloqot ko'proq. O'sha qo'zg'atuvchi bakteriya bo'ladimi, virus bo'ladimi, organizm, o'sha hamma tirik organizm atrofimizda yashab yuribdi, u biz bilan yashayapti. Simbioz yashayapti. Simbioz yashayapti. O'sha bilan muloqoti shahardaga nisbatan qishloqlarda tezroq muloqotga kiradi. Bolani immun tizimi tezroq shakllanadi va keyin mustahkamlanadi. Mustahkamlab oladi. Jangda u g'olib bo'ladi. Tabiiy tanlanish deyiladi, to'g'ri. Jangda u g'olib bo'ladi. U g'olib bo'ladi. Ikkita odam kelgan paytda. Tushundinglar? Chunki shaharda o'sha izolyatsiya deymizmi yoki juda ham toza gigiyenaga rioya qilish kerak. Gigiyenaning o'rni juda ham yuqori, to'g'ri. Qishloq joyda ham, shahar joyda ham, lekin shaharda biz hozirgi kunda ota-onalar ham, bolalarni ham juda ham nozik oyim qo'rganmiz. Shaharni bolasiga e'tibor bersangiz, gilamni tagida o'tgan o'tga o'xshaydi. Oppoq rangsiz bo'ladi-yu. Qishloqning bolasi jaydari qop-qora yoki o'ynaydi, o'tda o'ynaydi, qumda, ariqda cho'miladi, yuradi. Inson o'zi o'sha biologik o'sha o'tkazilgan tadqiqotlarda inson organizmidagi bor mineral moddalar, barcha o'sha tashkil qiladigan mineral moddalar 12 yoshgacha qayerda o'sib rivojlangan bo'lsa, 12-15 yoshgacha, masalan, boring Xorazmda, Qashqadaryoda, Surxondaryoda, Toshkentda o'sha yerning muhitiga mos bo'lar ekan. E'tibor berib ko'rsangiz, tabiiylikda bu Allohning yaratgan ne'mati. Mana shu viloyatdan kelib, masalan, Toshkent shahrida yoki hozirgi kunda ham ko'pchilik ishlayapti, hayot faoliyatini olib boryapti. O'zini yurtiga borganda odam o'zini boshqacha his qiladi. Mazza qiladi. E'tibor berganmisizlar shu narsaga? Chunki hamma narsa o'ziniki. Organizm o'sha joyniki, o'sha tuproq, o'sha yerniki, o'sha joyning suvini ichgan, o'sha yerdagi meva-chevani yegan, o'sha yerda qumda kerak bo'lsa yumalab o'ynagan, velik uchgan, mol boqqan, cho'milgan, o'sha muhitdan olgan organizm kerakli mineralni, kerakli moddani. O'sha organizm o'sha yerda shakllangan. Eng bu ham bir Allohning mo'jizasi bo'lsa kerak. Endi fan orqali mana shu narsa kuzatilayotgan. Bu yerdan ishxonaga kelsak bo'ladimi? Misol 10 yoshgacha yoki 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda Xorazmda o'sgan bolaning immuniteti bilan Farg'onada o'sgan bolaning immuniteti boshqacharoq bo'lishi mumkinmi? Ta'sir bo'ladi, baribir. Ta'sir bo'ladi. Ya'ni yashab mikroorganizmlar yashab turgan muhitning tozaligiga ta'sir bo'ladi. Yoki bir xil tozalikda bo'lsa ham ularni shtampini, to'g'ri, o'sha infeksiya qo'zg'atuvchisini, allergiya yoki immunitet ehtiyoj sezadigan, immunitetga ehtiyoj sezadigan qo'zg'atuvchini turiga qarab darajasiga qarab boshqa bo'lishi mumkin. Bu degani oz-moz bir muhitdan almashtirgan bola, Xorazmdan Farg'onaga ko'chib o'tgan bola ma'lumroq yerga adaptatsiya bo'lib moslashguncha kasallanib turadi. To'g'ri, kasallanib turadi. Endi mana shu joyda bitta meni o'zimning shaxsiy qarashim borda. Banan immunitetni ko'taradimi? Ma'lum bir moddalari, vitaminlari bor tarkibida immunitetni ko'tarishga yordam beradi ma'lum bir miqdorda. Banan yemasak immunitetimiz joyida bo'ladimi? Yo'q, immunitet imuni faqat bananga bog'liq bo'lib qolmagan. Yo'q, menda shunday fikr borda, juda tasavvur odamlarni mana bu ayniqsa oxirgi paytda chiqayotgan Instagramda, YouTube'dagi videolarda, mediadagi chiqayotgan videodan qaraymanki, banan yemasang immuniteting joyida bo'lmaydi. Yo'q. Xo'p, keyin mana bu shotutni nimalar borki, boshqa shunaqa o'xshash g'ayritabiiy ekzotik o'simliklarni, mevalarni yemasang immunitet yaxshi bo'lmaydigan tushuncha bo'lib qolgan. Men shaxsiy qarashim, Alloh taolo insonni yerni qayerga otgan bo'lsa, o'sha joyga siz gapingizdan men yana bir marta ta'sir topyapman-da, shunaqa joylashtirgan bo'ladi-da. Misol
o'sha banan ko'p o'sgan joyda insonlarda bananni tashqaridan olishga tanasida ehtiyoj bor. Bizda yo'q unga ehtiyoj. Asli ham shunaqada. To'g'ri. Agar banan immunitimizni ko'tarib qo'yganda yoki immunitimizni mustahkamlaganda o'sha banan o'sadigan davlatlar, masalan, olsak Afrika yoki o'sha Janubiy Amerika davlatlarida umuman kasallik uchramasligi kerak. Lekin kirib kelayotgan kasalliklarning asosiysi o'sha yoqdan tarqab keladi. Bu banan ko'pchilik tavsiya qiladi, gipoallergiya mahsulot hisoblanadi. Gipoallergiya, ya'ni allergiya qo'zg'atmaydigan, uni yosh bolaga ham berib, masalan, har xil dieta stollariga qarasak, banan ko'pchiligida bor. Chunki gipoallergen organizmda allergiya chaqirmaydi. Bemalol shirin, ta'mi zo'r, yumshoq meva, yosh bola ham, tishi chiqmagan bola ham chaynab so'rib yeyishi mumkin. Eng iste'mol bob meva hisoblangani uchun beradi. Immunitetni ko'tarishi bu bitta marketing deb hisoblasak ham bo'ladi. To'g'ri, effekti bor. Unda ham kerakli vitaminlar, organizm uchun kerakli moddalar bor. Organizm lekin usiz ham yashasa bo'ladi. Usiz ham yashasa bo'ladi, organizm kuchini ushlab turishga yordam beradi. Ma'lum bo'ladi. Xo'p, demak tushundik. Ketdik. Endi keyingi mavzu, ya'ni kun mavzusi gripp. Nima uchun gripp har yili bizda yangilanib keladi va grippga har yil alohida tayyorlanishimiz kerak? Grippga hamma joyda maktabda maska sezoni, mana bu больницаlardan maskin sezoni bo'lib ham 4 mahal, 3 mahal rangli maskalarni taqish bolalardan bor, to'g'rimi? Bor, to'g'ri. Maska rejim. Gripp bu agar bizni immunitetimiz joyida bo'lsa, maska nima kerak bizga? Yo biz immunitetimiz shu daraja tugab qoldimi? Siz bilan biz katta bo'lgan o'sha 94-yil, 95-yil maktablarida maska biz ko'rmaganmiz. Ko'rganmizmi? Yo'q, kam. Bo'lgan maska rejim qilingan, maska taqinglar deb bergan, sumkamiz bir burchakda turardi. Olib borardik ko'rsatish uchun. Lekin endi o'sha mavsumiy kasalliklar degan tushuncha bor. O'tkir respirator virusli infeksiyalar, ya'ni o'sha gripp, shamollash, oddiy anaqa keng tarqalgan o'sha gripp mavsumiy kasallik hisoblanadi. Kuz, qish, bahor fasllarida ko'p uchraydigan kasallik hisoblanadi. Chunki bularning qo'zg'atuvchisi virus. Organizmga tashqi muhitning ta'siri o'zgarishi natijasida kunlar sovib boshlaydi. Viruslarning yashovchanligi ortadi, ko'payadi viruslar tashqi muhitda, chunki namgarchilik, sovuq havoda viruslarning yashovchanligi va tabiiy tarqalishi ko'payadi. O'sha hisobiga qo'zg'atuvchi ko'paygandan keyin kunlar sovib boshladi, o'sha organizmga viruslarning tarqalishi ko'paydi va gripp rivojlanyapti. Endi aynan o'sha maska rejimi deymiz. Maska to'g'ri himoya qilish vositasi hisoblanadi. Bu har bir inson shaxsiy himoya vositalaridan foydalanishi kerak. O'sha maska masalan yomon narsa emas. Men tavsiya qilaman uni. Maska taqib yurishi, o'sha mavsumiy kasalliklar. O'sha hududda yashayotgan bola, mana qishloqda maktabga chiqyapti yoki shaharda o'sha kvartalda maktabga chiqyapti. Maktabda maska taqdi-yu, ko'chaga kelib turib, ko'cha oldiga yechib tashladi. Nima farqi bor uni? U hududda o'sha joyda tarqalayapti emasmi? Infeksiya bir xil hududda tarqalmaydimi? Infeksiya bir xil hududda tarqaladi. Endi virusli kasalliklarni, o'sha gripp, masalan, qo'zg'atuvchilarni tarqalishini yoki virusning havoda zarrachasining soni bormi? Endi men shu narsaga kelyaptim. Tarqalishini ham, tarqalish kuchi deymizmi, o'sha kasallikni yuqtira olish qobiliyati, yuqumlilik darajasi ko'chada yurganda, masalan, toza havoda yurgandan, lekin bitta xonada qamalib o'tirganda ko'proq bo'ladi. Mix infeksiya bo'ladi. Mix infeksiya ham keyin o'sha masalan aksirganda yoki gapirganda bizdan ajralib chiqayotgan virus yoki o'sha qo'zg'atuvchidan ajralib chiqayotgan virus, kasallik tarqatuvchidan ma'lum bir 2 metr, 3 metr masofadagacha ta'sir qilishi mumkin. Va o'sha sinf xonada o'tiribdi, yopiq xonada ikkita bola kasal, bittasi oldida, bittasi orqada partada o'tirib, aksiradi, gapiradi, o'zidan o'sha virusni chiqaradi. U virus yopiq hududda, havo aylanmayapti, toza havo aylanmayapti xonada. Endi yopiq oyna, derazalar yopiq xonada hammaga tarqalish ehtimoli katta. Lekin o'sha sinf anaqasi bolalari jismoniy tarbiya yoki hovlida, ko'chada bo'lsin, o'sha aksirganda yoki narsada bolalarga kasallik yuqish ehtimoli pastroq bo'ladi, kamayadi. Chunki mavsumiy kasalliklarni tarqalishini va yuqishini sabablari deymiz, o'sha yaqin masofa, gaplashish, o'pishib ko'rishish yoki o'sha yopiq hududda, liftda bo'lsin, xonada bo'lsin, sinfxona yoki ishxona yopiq hududda birga o'tirishda ham oshib ketadi, karra oshib ketadi yuquvchanligi. Tushunarli. Xo'p, ketdik. Maktab davrida endi hammamiz farzandlarimiz bor
o'sha gripp sezonida hozir eng yaxshi sizni amaliy tajribangiz maktab davrida mana gripp sezon kirib kelyapti. Qanday ishlarni amalga oshirsa ota-ona uni farzandi qolganlarga nisbatan kamroq kasallanadi. Kamroq yuqumli kasalliklar bilan, aynan o'tkir respirator, o'tkir keskin boshlanadigan respirator nafas olish tizimi kasalliklari bilan kamroq kasallanadi. Bolani to'g'ri ovqatlantirish birinchi navbatda Mana shu joyga keldik. To'g'ri ovqatlantirish deganda nimani tushunamiz? sifatli va energiyaga boy ovqatlantirish. Bir xil bolalar bor, ertalab turadi, choy ichmaydi, injiqlik qiladi, chiqib ketdi. Immun tizimimiz shunaqaki, organizmni bitta qismida, organizm qanchalik o'sha to'liq holatda bo'lsa, masalan, choy ichgan, sport bilan shug'ullangan yoki jismoniy harakatda bo'lgan, kerakli to'g'ri ovqatlangan, minerallarni qabul qilayotgan, har xil damlama choylarni, tabiiy choylarni ichayotgan organizmda immun tizimi shakllangan bo'lib, stoyka turadi, o'ziga mustahkam bo'lib turadi. O'sha birinchi o'rinda masalan ota-onani to'g'ri ovqatlantirishi, keyin gigiyena qoidalariga rioya qilishi, uchinchisi o'sha muloqotda masalan sinfxonada yoki narsada bor muloqotni karantin deymiz cheklashi, o'sha maskani rejim, kasal bo'lgan bolani sinfxonaga qo'ymaslik, o'sha tibbiyot hamshiralar, maktab hamshiralarining bu yoqda o'rni juda katta, endi bog'cha maktablarda cheklashi va keyin bolani chiniqtirish, tabiiy chiniqqan bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi bunda. Demak, shu yerda anglashimiz mumkinki, bola ham ma'lum bir qoidalarga muvofiq ovqatlanishi kerak. To'g'ri. Xo'p, birinchi sinfga chiqqan bola, deylik, bog'chaga chiqqan bola, 5 yoshli bola. Xohlagan paytda ovqat yeyishi mumkinmi? Xohlagan paytda yesin, o'sha rejim bilan kuniga 3, 4, 5 mahalgacha ratsional ovqatlanish mumkin. Xo'p, bolaga katta odamlarga o'xshash turib, ma'lum vaqtli ertalab nonushtani, obedni va kechki ovqatni ma'lum bir yoki polning deydi, ya'ni kunning ikkinchi qismida beriladigan ovqat o'rnini bosuvchi narsalarni chegarasi belgilanmaganmi? Misol, bola ertalab soat bog'chaga ketishda 8 da choyini ichdi yoki choy ichmasa borib bog'chada o'sha kashasini, ya'ni produktiv narsasini yedi. Keyin 11 da bitta ichadi, 1 da bitta choy ichadi. Shunaqa bo'ladimi yoki oralikda ham xohlagani chupa-chupsni yeb, chips yeb yursa bo'ladimi? Yo'q, chupa-chups, chipslar emas, o'sha sog'lom va to'g'ri ovqatlanish dedik, ratsionga boy. O'zini o'sha vaqti bilan, me'yori bilan ovqatlanish. Shuni so'rayapman-da hozir. Mana kerak. ota-onaga shu narsa kerak-ku. Mana ota-ona uyda, bugun yakshanba kuni uyda hamma ertalab soat 7 da turib choy ichdi, 8 da. Soat 9 da yana yoki 8 dan turib o'tirib yana yursa bo'ladimi? 9:30 da o'sha masalan yengil perkus qilib, shirinlik oddiyroq yoki kompot yoki varenniy tabiiy uyda qilingan yesa bo'ladi yoki obed tushlik vaqtida tushligini, endi bog'chada ovqatlanayotgan bolani o'sha bog'chadagi ratsioniga yaqin bo'lmasa ham maksimum uyda ham o'sha sharoitga xos qilib yosh bola uchun endi qilib berish kerak. O'rta-o'rtada masalan katta odam bir kunda 3 mahal ovqatlansa, o'suvchi yosh organizmga 4-5 mahal o'sha oraliqdagi ovqatlanishni ham ta'minlab berish kerak. Endi o'sha chupa-chups yoki kreshki masalan zararli bo'lgan mahsulotlar emas, uyda bor tabiiy masalan bersin soat 10 da pishloq. Sir. Banan bersin. Soat mana polnik deymiz, soat 4 da bog'chalarda anaqalarda shirin choy, mevali yogurt yoki pichonni beradi tabiiy bo'lgan. Mayli, uyda ham bersin. Bemalol. Xo'p, demak, men aytmoqchi bo'lgan narsa shu ediki, men katta organizmdan bilaman. Kimda kalsiy, temir, kren, shunga o'xshash moddalarni so'rish buzilganligini anglasam, uni borib bemorni so'rab tagiga yetib borsam, bemor umuman tartib ovqatlanadi. Tartib ovqatlanish qayerda? Oshqozonga dam bermaydi. To'g'ri. Misol, ertalab 7 da zavtrak qildimi, ishxonaga 9 ga kirib boradi, sirazi kofe bilan shokolad urib oladi. 11 da yana oyog'im titrayapti, nima deb bo'lyapti deydi, yana urib oladi. Mana shu narsa men aytyapmanki, demak bolada ham oraliq bo'lishi kerak. Oraliq oshqozonni bo'sh qolishiga imkon yoki oshqozonda ovqat kelmayapti deb turib ichakni bor e'tiborini uni hazm qilishga imkon bo'lishi kerak. To'g'ri. Shu joyda savol. Chipslar, chupa-chipslar, shunga o'xshash kireshkilar bolani tabiatini buzadimi? Tabiatini ham buzadi, aqliy va jismoniy rivojlanishiga ham ta'sir bo'ladi. Chunki uni tarkibida, o'sha mahsulotlarning tarkibida bo'layotgan har xil ximikat moddalar allergiya chaqiradi, parazitar kasalliklarini chaqiradi,
ularda bor bo'lgan kimyoviy preparatlar o'sha o'sish rivojlanishiga, bosh miya faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Juda ko'p tavsiya qilmayman. Har xil chips, krishka, rangli mahsulotlar, shirinliklarni, masalan, sun'iy bo'lgan anaqasini, turlarini tavsiya qilmagan bo'lardim. Tushunarli. Ketdik. Xo'p, bolani uxlashi. Bola misol bog'chaga chiqqan yoki maktabga boringki, 1-2 sinf, 3-sinf bolasi. Uxlash rejimini qanday tashlashingiz ma'qul? Immunitet uchun. Biz mana shu boshidan agar tinglayotgan bo'lsangiz, tushunyapmizki, immunitet bu tana umumiy butun vujudi bilan kurashib, uni yengadigan bitta bir nechta tizimdan iborat bo'lgan bitta qo'rg'on. Immunitet bo'lishi uchun inson birinchi to'g'ri ovqatlanishi kerak. To'g'ri ovqatlanish nafaqat sifatli narsani mahsulotni iste'mol qilish, balki o'sha iste'mol qilayotgan mahsulotni soatlarga bo'lib iste'mol qilish. To'g'ri, vaqtga, rejim. Oqsil, uglevodlar, misol uchun oqsil kechki paytga iloji boricha, u yog' ham kechki paytga iloji boricha yoki yog' bilan uglevodni ertalabga iloji boricha kunning birinchi qismigada. Ikkinchisi uni oraliqqa e'tibor qilish. Iste'mol qilyapti oraliq bilan. To'g'ri. Soat 7da va 10da bos yegan bilan ichak hazm qilib ulgurmaydi. Uchinchisi ularni nimadir bilan yeyishni bilish. Bu oldindan oilada uf bo'lib kelingan. Qanday ma'noda? Misol baliq bilan oq narsa yeb bo'lmaydi deydi. Shunaqa odatlar bor. Shu jihatdan uni e'tibor qilishga oldingina, biroq hozirga endi o'ylayapti uni hali. Keyingi bu ovqatlanish masalasi. Keyingi masala bu uyqu. Uyqu o'ta muhim. Uyqu bo'lmasa, uyqu joyida bo'lmasa, hamma narsa yetarli bo'lgan bilan ham immunitetni hujayrasi o'sha immunoglobulin degan oqsilni ishlab chiqarish uchun u dam olish kerak o'zigina. Unga orom kerak-ku. Xo'p, o'sha jihatdan bola, maktab yoshidagi bola, endi yoshlarni bilan, misol 5 yoshgacha, 3 yoshgacha bo'lgan bolalar xohlaganda o'qiydi, xohlaganda dam oladi. O'sha maktab yoshidagi bola bog'chada yoki maktabda o'sha bitta ritmga tushgan bo'ladi. Uni ritmini chegaralashimiz qanchalik muhim? Bu zamonning muammosida, chunki hozir ota-ona boladan qochish uchun ma'lum bir ma'noda qochish bo'ladi endi bu. Undan sal erkinroq bo'lishligi uchun bolani telefon bilan, planshet bilan, kompyuter bilan bog'lab qo'yadi. Turli xil o'yinlar bilan bog'lab qo'yadi. Bolada azart, ichki azartdan 12, 1, 2 bo'lganini bilmay qoladi bolalar. Shunday. Nafaqat kattalar o'zi, kattalar temasi men alohida podkast qilaman hali. Bolalarda shu kattalarga ergashib, ayniqsa telefonga ergashib. Shuning uchun ota-ona bolam immuniteti sog'lom bo'lsin, kasallikka bardosh bera olsin. Chunki doim kasallikdan himoya ota-ona ta'minlab bera olmaydi. Bolani o'zidan chiqish kerak. Qachon uxlatish kerak bolani? Va bu uxlatish qanchalar muhim? Juda o'ta dolzarb savolni ko'taryapsiz. Uyqu o'sha immunitetni shakllanishi va mustahkamligini saqlab turish uchun eng kerakli omillardan bittasi hisoblanadi. Maktab yoshidagi bolalarda 10-12 soat uyqu rejimi majburiy. 12 soat, ha? 10-12 soatlik uyqu rejimi majburiy. Shu soat 10 dan ertalab 7 gacha yoki 9 dan soat, endi maktab dars boshlanishini hisobga olib, o'sha 7:30 uzog'i 8 endi uspet qila olmaslik mumkin. 10-12 soatlik uyqu rejimi majburiy. Biz hozir siz yuqorida ta'kidlaganingizdek o'zimizda tinchligimizni o'ylagan holatda bolamizga dushmanlik qilyapmiz. Ana. O'sha planshet, telefon, tinchlansin, jim o'tirsin deymiz yoki har xil o'sha mobil qurilmalardan foydalanyapmiz. Birinchi o'rinda bolani ko'ziga, zrenasiga, uyqu buzilishi immun tizimiga, hozirgi kunda keng juda ham yengil desak ham bo'lar, raqamli autizm. Bola o'sha telefon, virtual muloqotda bo'lgandan keyin, telefon yoki gadjetlar orqali muloqotda bo'lgandan keyin tashqi dunyo bilan uzilib qolyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, bolalarning tili chiqishi ko'payib, cho'zilib ketyapti vaqti. Til chiqishi kechikyapti. Kechikib ketyapti. Muloqot qilishi chegaralar bir avrada. Agar siz masalan 3-4 yoshli bolangiz bo'lsa-da, telefonga o'rgangan bo'lsa, siz borib telefonni so'ramasdan oling, o'sha bola kelib sizni hozir kerak bo'lsa uradi. Yoki baqiradi turgan joyda, azartda baqiradi, reaksiya qiladi yoki o'zini yerga tashlaydi hozir. Bolalarda mana shu bog'lanib qolish juda kuchli. Biz uni oldini olishimiz kerak. Biz masalan siz bilan biz o'sha telefon yoki naqa bilan katta bo'lmaganmiz. Bobolarimiz aytib bergan ertaklarni eshitib, masalan hikoyalarni eshitib uxlaguncha ham eshitganmiz. Lekin telefon degan narsa bo'lmagan. To'g'ri, televizor bo'lgan, unda ham kam ko'rilardi. Ko'rsak o'sha oqshom ertaklarini
yoki seriallar bo'lar. Seriallarni masalan o'sha qiziqqanimiz, yana bo'lsin yoki nimadir mahafforat o'shalarni ko'rganmiz. Undan keyin уже bo'lmagan, biz ko'rmaganmiz. Oqshom ertaklari hozir bormi o'zi? Bor. Nechta beradi? 7:30. 7:30. Da, 7:30 o'qiydigan bola bormi ekan? Uxlaydigan bola? Yo, 7:30da uxlamaydi. Biz ham uni ko'rgandan keyin uxlamasdik, to'g'ri. Ko'rardik. Bizda masalan Yo, bizda u paytda Vibr yo'q edi-da. Ya'ni tanlov yo'q edi. Ha, tanlov bo'lmagan, to'g'ri. Bunchalik mobillarni qilib kirib kelmaganda. Siyosiy jihatdan, umuman davlatning texnologik rivojlanish jihatdan, dunyoning rivojlanish jihatdan soat 10 dan keyin uzog'i kino tungi yo'qdi degan narsa bo'lardi, 1 da bo'lardi. Eng kech uxlagan odam 1 da tungi yo'qdan qilib keyin uxlardi. Undan keyin perdachi bo'lmasa, hozir u To'g'ri. 24 soatlik ko'rsatuvlar chiqib ketib, Shunday, jamiyatni insonlarning sog'lig'iga juda katta putur yetdi. Xo'p, demak, bolani sinfin darajasiga qarab turib, uzog'i 10 gacha uxlatishimiz kerak. Shunday. Ertalab 6-7 gacha uxlash kerak. To'g'ri. 8 soatdan 9 soat, 10 soat, 12 10-12 soatgacha. soat. O'rtacha olganda kattalarda 8 soat, 7 soatdan boshlab 10-12 soatgacha ham kattalarda endi nimasi eng kamida 7 soatdan olinadi, o'zi 6 soat ham kamlik qiladi. 7 soat olinadi. Yosh bolalarda 10-12 soat normal, yetarli darajada organizm o'zi to'yinib, kerakli bo'lgan bizda o'sha bizga ma'lum bo'lgan uyqu holatda gormonlar ishlab chiqib, gumoral ta'minlaydigan gormonlar o'zi ishlab chiqarilishi kerak. O'shani ishlab chiqarish uchun biz qo'yib berishimiz kerak organizm o'zini ishini qilishiga. Tushunarli. Xo'p, chet el tajribasida mana hech siz qiziqqanmisiz shu narsaga? Uyquni bo'lish tajribasi. Maktabda vaqtida dars jarayonida uxlatib olishi qanchalik? To'g'ri. To'g'ri yoki mayli, to'g'ri noto'g'riligini ularning siyosiy tuzum biladi. Foydali ekan. Foydali, effekti zo'r. Yaxshi. Men ma'qullayman, chunki oraliqda bola charchaydi. Gipoksik holat ko'p kuzatiladi. O'zi bolalar hozirgi tug'ilayotgan bolalarni onasida qoni kam, yemaklar tug'ma gipoksiya bilan homilalik paytidan yana keyin mana shu bog'cha, maktab yoshida ham gemoglobini kam, gipoksiya sinfxonaga bordi, masalan bog'chada yoki maktabda 30 ta bola bitta xonada o'tiribdi, bor kislorodni hammasi aktiv foydalanyapti, nafas olib chiqaryapti, xonada ham kislorod ta'minlanishi kam. Orada bolaga dam berib, masalan 10 minut yoki 15 minutlik oraliqdagi uyquni tavsiya qilaman, chunki organizm sal dam olib o'zini tiklab oladi. Qanchalik siz bir ma'lumotni qabul qilishingiz uchun o'zingiz tetik va kuchga to'la bo'lsangiz, o'sha ma'lumotni o'zingizga yaxshi qabul qilasiz va keyin yaxshi analiz sintez qilib hayotda tatbiq qila olasiz. Bog'cha yoki maktabda ham o'sha narsani chet elda, Xitoyda masalan ko'p Yotqizib qo'yadi. Parta bor, yotib oladi, uxlaydi. Eng kerak deb hisoblayman. Nima bizda qilinmaydi shu? Endi u ta'lim tizimi yo'q, keyin bo'lmasa kerak. Endi u siyosiy bog'liq, siyosatimiz bilan ta'lim tizimidagilar shug'ullanib. Men hayron qolaman. To'g'ri, biz tibbiyot xodimi sifatida tavsiya bersak yaxshi, taklif qilsak bo'ladi, chunki dars jarayonimiz, meni farzandlarim ertalab soat 8 da chiqib ketadi, 8 dars boshlanadi, ba'zan 5-6 gacha qolib ketadi-da. Men aytaman, men kallam tugab qoladi ba'zan deyman. Jinni bo'lib nimadir o'zimni chalg'itib, nimadir qilib tortib ketmasam tortib keta olmayman. Bular qanday tortadi? Resistentlik degan tushuncha bor. Chidamlilik. Biz mana shu narsalar bilan bolalarimizni chidamliligini ham o'ldirib qo'yamiz bir tomonlama. Chunki masalan egiluvchan bo'lib qoladi, bolaga. Egiluvchan bo'lgan bilan ta'sirchan yoki qanday desam, bardoshsiz bo'lib qoladi. Ya'ni hamma narsaga egilib ketaveradi. O'zini shunday. Immunitet degan narsa, mana g'oyaviy immunitet bor-ku. G'oyaviy immunitet ham chala bo'lib qoladi keyin. To'g'ri. Chunki masalan dars soatimiz 45 minut bo'lsa, o'rtada 5 minutlik tanaffus bor. 5 minutlik tanaffusda bola dam ola olmasligi mumkin yoki o'yin qaroq bo'ladi, yoshlar naq qila olmaydi. Lekin o'sha ma'lum bir 45 minutdan emas, 40 minut yoki 35 minutga dars soat vaqtini tushirib, oraliq tanaffusni masalan 5 minut emas, 10 minut yoki 15 minutgacha cho'zib, o'rtada masalan 5-10 minutlik uyquni yo'lga qo'yilsa, menimcha eng yaxshi bo'ladi. Chunki hozirgi kunda faqat maktabni biz kuzatyapmizki, bir kunda bo'ladigan 5 soat yoki 6 soatlik dars bilan maktab to'xtab qolmayapti hozir. Undan keyin masalan soat 1 gacha o'sha darslar bo'ladigan bo'lsa bolalarda, keyin prodlyonka, ya'ni qo'shimcha o'qish degan narsalar qo'shilgan. Bola hozir 1-sinf bo'ladimi, 3-sinf bo'ladimi,
3-4 gacha kamida 5 gacha maktab tizimida qolib ketyapti bolalar. Endi Charchatadi bu. albatta siz shu joyda haqli savol. Immunitetga qanchalik ta'sir qiladi? Ta'sir qiladi. Qanaqa ta'sir qiladi? Salbiy ta'sir qiladi. Misol qarang, o'sha bolani uyda to'g'ri ovqatlantirdi ota-onasi, yetarlicha uxladi kechasi faqat. Bola ruhiy zo'riqishda, To'g'ri. stressda. Immunitetga qanday ta'sir qiladi? O'ta salbiy ta'sir qiladi. Stress immunitetni o'ldiradigan bitta ta'siri, masalan, omili. Bitta omil stress. Bolaga u stress kuchli stress hisoblanadi. O'shani uchun ham boyagi o'sha Xitoy tajribasini men aytyapman, bizga ham joriy qilsa yaxshi bo'ladi. Chunki masalan, qolyapti ertalab 8:30 da kirsa maktabga, bola 4-5 da o'sha muhitda qolib ketyapti. Yosh bolalarni ham biz uy bo'lib qoldi, qolipga solib qo'ydik. Ertalab borasan, kechga kelasan. Bolaga erkinlik berish kerak, sal dam olish kerak. Masalan, soat 1 da o'qish tugadimi, kelsin uyda. Obedni tushligini qilsin, o'ynasin, damini olsin, uxlasin, keyin turib darsini qilsin. Biz hozir nima qilamiz? Maktabda o'sha 1-2 soatda o'tilgan darsni sirazi dars hamma 5 soat dars tugagandan keyin o'sha yerda o'qituvchilar birdan uy ishini tayyorlab, tushuntirib jo'natadi. Uy ishi degan narsa uyda qilinishi kerak bo'lgan narsa. Uyda qilishdan maqsad ham ozgina o'tirgan darsni sintez qilib, analiz qilib tushunish uchun. Ota-onani ham mana shu yerda anaqasi ishlash, bola bilan kontaktni, muloqotni ko'paytirish. Men seni prodlyonkaga berib qo'yayman-ku, hozir ota-onalar dars qilmay qo'ygan. Bolasi bilan qo'shib dars qildasiz oxirida. Men bola hali yosh, lekin qanaqadir topshiriq narsalar kelib o'tirib, birga shug'ullanamiz. Sanaymiz, alfavitlarni, mevalarni, harflarni sanaymiz. Bolam 3 yoshga kiryapti. Men shug'ullanaman, masalan, vaqtimga qarab, o'g'lim o'zi yetaklab olib ketadi, ko'rsatadi, o'ynaymiz. Bu narsa unutib qo'ydik hozir. Juda ham kamayib ketdi. Masalan, men endi to'g'ri, meni farzandim hali yosh, maktab yoshiga yetmagan, bog'chada endi kasb faoliyatingizda bolalarni ko'p ko'rganingiz uchun itak ko'rasiz. Ko'raman. Lekin men sizda farzandlaringiz, masalan, maktab yoshidagi farzandlar, sizni o'zingizni yoshligingizda ota-onangiz siz bilan birga dars qilishganmi? Meni otam dars qilmasa, onam dars qilardi. Onangiz siz bilan dars qilgan. Men bilan dars qilardi, meni shug'ullantirgan. Har kun shug'ullanardi. Mana otangizga rahmat. Nima uchun siz shug'ullanmayapsiz? Ish. Ish. Bahona. Endi ayolim shug'ullanadi. Men bilan ham dadam menchalik emas edi lekin. Ya'ni men dadamchalik bo'la olmayman-da. Dadam men bilan har hafta o'tirib shug'ullanib, nima o'rganding, nima qilasan, nima kelajaging nima bo'ladi degan ma'noda doim meni qayg'urgan. Men bolalarim dadamchalik qayg'urmas ekanman men hozir. Bundoq o'ylayapman-da. Kelajagi jihatdan ularni kelajakka bu ham bir immunitetda, kelajakka tayyorligi bo'yicha immuniteti bilan shug'ullanmas ekan. Loqaydlik oshib ketyaptimi? Oshib ketyapti. Mana o'ziz shifokorsiz, farzandlaringizga bo'lgan masalan, oddiy men hozir men uchun hozir tasavvurimda siz o'zingiz ideal ota-ona tibbiy jihatdan sog'lomligi muhim bo'lib qolgandayda. Faqat tibbiy emas, bitta tor doirada tasavvur qilmang-da. Masalan, rost bolani o'sha o'smirin yoshdagi maktab davridagi, bog'cha maktab davridagi bolalarni turmushi, hayot tarzi bilan gaplashamiz. O'sha immunitet bilan bog'liq holatda ketyapti. Masalan, immunitetga ta'sir qiluvchi holatlarda o'sha darsi, maktabi, rejimi, masalan, ko'ryapsizmi loqaydlikni? Men qilyapman ekan. Yo'q, qarab turing. Men qilyapman ekan, hozir qarang. Har kuniga borib 4-farzandim, qizim maktabga chiqdi. Bugun A'ni o'rgandik, buni T'ni o'rgandik, buni O'ni o'rgandik. Har kuniga so'rayapman. Omoda komandirovkada o'qib qolsam ham, xizmat safarida o'qib qolsam ham so'rayman. Nima o'qiding? Qaysi so'z yodlading? Qanday so'z yozib olding? Qani daftaringdan so'rayapman ekan. Kattalardan so'rayapman-da faqat. Kattalar. Endi to'g'ri, hayot jarayonini sezilashgani hisobigami? Ko'pchilik ota-onalarda mana shu narsa yo'q hozir, kamayib ketgan. Bola bilan ishlash, bola bilan shug'ullanish bor, qildirishadi. Men hamma demoqchi emasman. Oldinga nisbatan ancha tushgan bu daraja. Ko'rsatkichimiz tushgan. Va bu ham o'sha salbiy ta'sir qiladi. Bolani ongi fikrlashi, tafakkuri yaxshi rivojlanishi uchun nazorat kerak, albatta. Va o'sha nazorat boshqa, unga do'stlik boshqa-da, to'g'rimi? Endi nazoratni men qo'pollik bilan, qattiqqo'llik bilan demoqchi emasman. O'sha do'stona tarzda olib borish kerak. Bolada o'sha ishtiyoq, qiziqish ortib boradi.
va o'sha dars qilishga yoki maktab bilan bog'liq holati aktivligi oshib boradi. Kitob o'qiydi, ertaklar eshitadi yoki o'qiydi, o'zi o'qish, yozishda shug'ullanadi. Ota-ona nazorati, ota-ona bilan shug'ullansa va keyin o'sha jamiyatga, o'sha maktabga anaqaga kirishuvchanligi ortib boradi-da. Shu joyda bitta o'rinli savolda. Bolani kayfiyatiga immunitet bog'liqmi? Albatta. Demak, bola bilan ota-ona qanchalik yaqin ishlasa, u ham Kayfiyat ma'lum bir ma'noda kayfiyatini ko'tariladi yoki unda do'stona harakatdan, do'stona munosabatdan hamma narsa unga qaratilganligini, u ham bitta oilaning teng xulli a'zosi ekanligini sezgandan keyin unda o'z-o'zidan immunitet yaxshilanadi. Chunki kayfiyat yaxshi bo'lgandan keyin o'sha endorfin gormonlar, ya'ni bosh miyada ajralib chiqayotgan kayfiyat gormonlarimiz bor. O'sha ajralib chiqayotgan gormonlar miqdori oshdimi, o'sha gormonlar ham immun tizimiga ta'sir qilib, ijobiy immunitetni oshirib beradi bola. Tushunarli. Yaxshi effekt beradi. Juda zo'r aniqlikni tushundim. Menimcha auditoriyamizga ham qiziqarli bo'lyapti. Agar mabodo sizlarda bu borasida savollar yoki yana nimalar immunitetni oshiradi bu to'g'risida fikrlar bo'lsa, marhamat izohlarda yozib qoldirsanglar, biz keyingi sonda bu kishi bilan qayta bir ikkita son qilamiz. Chunki alohida yo'nalishlari borda, o'sha yo'nalishlar bo'yicha qilgan paytda bu savollarga izoh beramiz yoki bo'lmasa alohida Instagram yoki Telegram yoki TikTokka alohida mavzu qilib turib bunga nisbatan ham fikr bildiramiz. Marhamat izohlarda savolinglarni, taklifinglarni yoki yana nima immunitetni ko'taradi, nima tushiradi, shu bo'yicha nima qila olsak bo'ladi deb turib kiritib kelsanglar bo'ladi. Yana xuddi shunday ma'noli, asli haqiqatni ochadigan, sizlarga kerak bo'ladigan mavzularni yoritadigan podkast o'tkazib olmaslik uchun, shunaqa mavzularni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi videomiz chiqqan paytda, short video chiqqan paytda ham bildiradi sizlarga. Xo'p, Jahongir aka, biz boya gapirganimizda immunitetni umumiy yaxlit narsada tasavvur qilamiz. Hozir shaharni bolasida ham, qishloqni bolasida ham, boyi bolasida ham, kambag'al bolasida ham parazitlarni tasavvur qilish qiyin. To'g'ri. Mana o'zi aslida parazitlar bo'yicha alohida tema ochamiz. 3-4 ta tema o'rniga podkast qilamiz. Menga hozir parazitlarni tanada borligi immunitetga qanchalik ta'sir qilishligini ozgina gaplashaylik, chunki bu muhim narsa. Men uchun muhim narsa. Men chunki bolalar bilan ishlamasam ham, lekin kattalar bilan ishlayman. Kattalardagi parazitlarni ularga qanchalik dunyo muammo olib kelishini men bilaman. Men o'zim ham 2008-yil edi menimcha, 2008 yoki 2007-yilda lyamlyoz bo'lib qolganman. Bilasiz, boyagi balchiq yoki bo'lmasa kirlangan, ifloslangan suvdan yuqadi. Qozosini yuqtirib kelganman. 1,5 oy o'zim bilmadim nima qilganimni. Qusib sharmanda bo'lganman-da. Jigarda o'tfagida yashagan qurib yomon qiynalganman. Kattalarda shuncha qiyin bo'ladi. Bolalarni tasavvur qilyapman. Ba'zilarda mana klinikada faoliyatimizda 5 xil, 6 xil qurib chiqib keladi. Men unda o'ylayman, immunitet degan narsa hozir qayerda deyman-da. Marhamat. Parazitlar inson organizmida tekinxo'rlari deb o'zi aytiladi. Parazitlar immun tizimiga juda salbiy ta'sir qiladi. Immun tizimini pasaytiraveradi. Chunki sabab oshqozon ichak tizimida asosan ko'p uchraydigan parazitlar ichak tizimida, oshqozon ichak tizimida faoliyatini olib boradi va bizga kerakli bo'lgan oziq moddalar, minerallarni iste'mol qiladi. Biz bolamiz immuniteti yaxshi bo'lsin deb qancha unga vitaminlar, minerallar, oziq-ovqatlar to'g'ri ovqatlantiraylik, lekin ichidagi mana tekinxo'r parazitlarimiz uni o'zi organizm qonga so'rilmasa, unga so'rilgandan keyin immun tabiiy ravishda tushib ketadi. Chunki immunitetni ushlab turish uchun o'sha devor dedik-ku, devor mustahkamligini qurilish materiali yo'q. Ta'minlab turish uchun kerak bo'lgan qurilish material to'liq yetib bormayapti. Bir. Keyin ikkinchi ravishda o'sha parazitlar yoki o'sha tekinxo'rlar o'zidan ajratib chiqarayotgan toksin, ya'ni zaharlar, tabiiy jarayon, u iste'mol qilgandan keyin o'zidan chiqaradi. Axlat. Bu alohida kanalni terimizdan shug'ullanmagan bo'lsa. Da, to'ppa-to'g'ri. O'sha ichakka o'sha chiqargan zahara, toksinlari, parazitlarni qonga so'rilib bizga ta'sir qiladi. Toksik, ya'ni zaharli ta'sir qiladi. O'shani ta'sirida ham immunitetimiz tushib ketadi. Ya'ni
tashqaridan bakteriya virusga qarshi kurashyapti, ichkaridagi ichakdagi infeksiyalarni chiqargan toksiniga qarshi kurashyapti. Bechora immunitet charchaydi. Hammasiga qarshi kurashib o'rgandan keyin, ammo bitta parazitlarni tozalamasak, o'ldirmasak, undan chiqayotgan toksinlar ham tashqi tomondan ham ichki tomondan immun tizimiga ta'sir bo'lgandan keyin o'z-o'zidan pasayish kuzatiladi. Tushunarli. Xo'p, bizda hozir mavsumiy kasallik bo'lgan ORVIlar aytganingiz, o'tkir respirator virus infeksiyalari, virus qo'zg'atuvchilari yoki bakteriya qo'zg'atuvchilar bo'lishi mumkin. Parazitlarni bu bilan nima aloqador joyi bor? To'g'ridan-to'g'ri nafasda, o'pkada, alveolarda yashaydigan parazitlar bormi, yo'qmi? Bor. Ixnakok, masalan, oddiy misol qilib, o'pka ixnakoki jigarda bo'lishi mumkin. Sholchangsimon parazitlar yashaydi ko'z tubida, ko'zda, o'pkada, jigarda. Turi ko'p parazitlarni emini faqat oshqozonchak tizimida emas, ko'p uchraydigan o'sha barcha organlarda, yurakda masalan ixnakoklar uchrashi mumkin, liambillar uchrashi mumkin. Buni mavsumiy kasalliklar bilan bog'liqligi, qanaqa bog'liqlikda desak, parazitlarni yuqishi asosan ko'proq o'sha kontakt tashqi muhit bilan ko'p bo'ladigan bahor, yoz oylarida ko'proq bo'lsa, organizm parazit yuqtirib olib, immun slablashib, ya'ni immun kuchsizlanib boshlayapti o'sha bahor yuzda. Kontakt degani, ya'ni parazitni tabiiy muhitda ko'payishligi bilan bog'liq. Ko'payishi va o'shani bola o'ziga yuqtirib olishi, to'qnash, o'ziga yuqtirib olishi. Bola qishda qum o'ynamaydi-ku, to'g'ri? To'g'ri. Qum o'ynamaydi yoki yuvilmagan mevani yemaydi, shoftolini yoki olmani o'zi yo'q bo'lsa qishdadek. O'zi yo'q. Yuvilmagan narsani yozda ko'p yeydi, masalan, qum o'ynaydi, qulupnaydi yeydi, meva anaqadan har xil yuvilmagan o'sha sog'lom turmush tarziga rioya qilmagandan, o'sha gigienaga rioya qilmagandan parazitlarni yuqtirdi deylik, masalan. O'sha organizmga parazit kirdi, klinik belgilarini beryapti. Parazit birdan masalan kirgandan keyin o'sha ma'lum bir klinik belgilarini beryapti. Men organizmda bor, o'sha parazit turlari bor organizmda deyapti. Immun tizimi etapni qadama-qadam tushib kelyapti. O'sha yoz tugadi, kuz keldi, birdan kunlar sovidi, kasallik qo'zg'atuvchi viruslar ko'payib ketdi. Ammo bu yerda bolada paraziti bor, immun slabi, immun kuchsiz va keyin tashqaridan o'sha kasallik kelyapti. Birdan kasal bo'ladi bola. Tez yuqtirib oladi. Zaxira yo'q, immun slabi, ham tashqi tomondan, ham ichki tomondan ta'sir bo'lyapti. Bolani kasallik tez yengib olib qo'yadi. Tez yuqadi. Xo'p. Parazitlar bo'yicha alohida podkast qilamiz. Hozir bu yerda keng to'xtashni xohlayman. Yuqumli kasalliklar, aynan ORVI, mana shu mavsumiy kasalliklarga ko'proq savollar. Savol. Bolalarda tez-tez shamollash, ya'ni yallanish, asli immunitet pastligidan emas, balki boshqa sababdan bo'lishi mumkinmi? Mana bola immuniteti yaxshi, lekin tez-tez yallig'lanaveradi, yana tez-tez shamollab qoladi yoki bo'lmasa o'raga tez-tez chilanadi. Bu undan tashqari boshqa sababdan bo'lishi mumkinmi? Organizmda o'sha kasalliklarni o'tkir va surunkali kasalliklarga bo'lamiz. Bolada immun tizimi yaxshi bo'lsa ham ma'lum bir surunkali kasalliklarga berilib qolgan bo'ladi. Masalan, surunkali anemiya, surunkali bronxit holatlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha immunitga bog'liq bo'lmagan holatda ham bronxiti bor bola o'sha yoki laringit, masalan, surunkali bo'lmasa o'tkir laringit bo'ladi. O'sha moyilligi bor, organizmda ma'lum bir kasalliklarga moyilligi bor bo'lsa, o'sha immunitga bog'liq bo'lmagan holatda ham kasal bo'lib qolishi mumkin. Bronxit masalan, kun sovudi yoki bola o'sha skveznakda, yelvizakda tomog'ini ochib, og'zini ochib uxlab qoldi, e'tiborsizlik navbatida ertangi kundan yo'talib turibdi. Unda temperatura, yallig'lanish belgilari masalan bo'lmaydi. Temperatura, isitmalash, balg'amli yo'tal bilan quruq yo'tal, o'sha quruq yo'tal bilan bronxit qo'zg'ab qolishi mumkin. Yoki laringit masalan, bola immuniteti yaxshi, ko'chada kasal emas yoki mana shu virusli infeksiya, gripp bilan kasal bo'lmadi, lekin o'sha bolaga allergiya mahsulotini yedi. Olinki qulupnaydi, qizil mahsulotlar yoki shirinlikni yoki oddiy mana shoptolini yedi-da, kechasi e'tibor berilmadi, o'sha narsani yedi-da, soat 2-3 da nafas chiqib qoldi, laringit qo'zg'ab qoldi. Ya'ni bu yerda bo'lmoqchi bo'lgan gap, tanada zaxira bitta, immunoglobulin zaxirasi bitta. Uni bir vaqt o'zida ham allergik kasallikka nisbatan qarshi reaksiya sifatida iste'mol qilish zaxirani va bir vaqtda umumiy immunitetga iste'mol qilish ko'proq allergiyaga keskin reaksiya berishligi uchun immunitetga yetmay qolib turib, bu zaxirasi qolib ketadi degan ma'noda. Mumkin, to'g'ri. Yana qachon bo'lishi mumkin? Surunkali endi kam bolalarda uchraydigan holatlar, o'sha sizni kasal yo'nalishingiz bilan bog'liq. Ankalik kasalliklarda masalan immun tizimiga bog'liq bo'lmagan holatda kasallik rivojlanib ketishi mumkin. Tushunarli.
Bu unaqanisi. Yo'q, kerak emas. Bizga mana shu joy muhim edi. Bilamizki, hozirgi davrda biz yashab turgan mana shu muhitda shu bugungi kunda allergiyalar cheksiz. Cheksiz, albatta. Allergiyasi yo'q bolaning o'zi yo'q deyarli. Allergiyasi yo'q bolaning o'zi yo'q deyarli. Muhim nuqta shuda. Jahongir aka buni biladi. Allergiyasi yo'q bolaning o'zi yo'q. Unda qaysidir oziq-ovqat mahsulotiga allergiya bor. Demak, biz immunoglobulin gen yoki immunitetni yaxshi yomonligini belgilab beradigan laboratoriya ko'rsatkichlarga ishonib, mana bola mustahkam deyishlik xato. Bolaga to'g'ri ovqatni to'g'ri vaqtda, kerakli miqdorda berib turib, uni allergiyadan ham ehtiyot qilish bo'yicha choralarni ko'rib qo'yish kerak. Chunki ikkalasini bir vaqtda iste'mol qilish kerak bo'lib qolsa, tana hech qachon immunitet bo'sh bo'lib qo'ymaydi. Allergiyaga hamma hujayralarni safarbar qilib yuboradi. To'g'ri. Immun tizimimiz ishlashga ulgura olmay qoladigan holatlar bo'lib qolishi mumkin-da. Oddiy masalan, doridan yoki oziq-ovqatdan berayotgan o'sha reaksiya, allergik holatlarda. Xo'p, qarang. Ota-onalar mayli, o'zimizga o'xshagan ota-onalar hamma, yoshi katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, bolasida bu oddiy havo ko'tarib tushgan paytdagi yallig'lanishmi yoki bunda o'sha qanaqadir kattaroq infeksiya avj olayotganligini qanday farqlasa bo'ladi? O'rinli savol. Boladagi o'sha kuzatilayotgan Mana kasallik. bunda keldi bola. Bugun bola lanch, lohas, subfibril, ya'ni 37, 38 gradusgacha bo'lgan temperaturasi bor. Lanch, o'zi eplab keta olmayapti. Ishtahasi sal pasayadi. Bu qaysidir kasallikning o'sha belgisimi yoki oddiygina havo o'zgargan paytdagi tanani shunda bir o'tirib olishimi? Qanday farq qilib olamiz? Bu kamida o'sha ob-havo muhit o'zgarishi bilan bog'liq holatda kechayotgan kasalliklar. Endi subfibrilgacha ob-havo o'zgarishi, endi temperatura qachonki yallig'lanish bo'lsa, organizmda o'sha kasallik rivojlanayotgan bo'lsa, oshib tushib baland miqdorda ko'tariladi, lekin o'sha 37-37,5 gacha bo'lgan temperaturamiz normal deymiz. 2 kun, 3 kunda u o'z-o'zidan o'tib ketadi. Agar 3 kundan ortiq cho'zilyaptimi ushbu holat, virusli kasallik yoki o'sha unga isitma yuqori bo'lib bakterial fon qo'shilyaptimi, 3 kundan oshuverdimi bu holat, bolada lanchlik, holsizlik, ishtahasizlik, o'sha yuqori tana harorati, masalan, tana harorati o'sha 37,5 dan oshgandan keyin 3 kungacha ham kutish shart emas. Oddiy temperaturasi oshmasdan, isitmasi oshmasdan, oddiy holsizlik, lanchlik holati 3 kungacha cho'zilyaptimi, u tabiiy holat. Agar 3 kundan oshib ketayotgan bo'lsa, o'sha keyin pediatr yoki o'sha shifokor bilan maslahatlash kerak bo'ladi. Tushunarli. Demak, ota-ona bundoq qaragan paytda bolamda og'irroq narsa yo'q yoki oddiy yallig'lanish, ya'ni shamollash deya olmaydi. Ota-ona ajratishi juda qiyin. Yaxshisi o'sha poliklinikaga chiqib, pediatr yoki shifokor bilan maslahatlashib, ko'rsatib, profilaktika qilgan ma'qul. Kasallikni rivojlantirib olgandan ko'ra, masalan, kutib o'tirgandan ko'ra, olib chiqib maslahatlashib, qanchalik e'tiborli bo'lsa, shuncha o'ziga yaqin. Yaxshi. Tushunarli. Xo'p, keyingi savol. Eng keng tarqalgan mana ORV ni, ya'ni o'tkir respirator virus infeksiyasining eng keng tarqalgan asosiy asolati bu pnevmoniya. Asolati. Pnevmoniya bir vaqtda o'pka uchun birlamchi, lekin immunitet o'ynab ketgandan keyin, o'zini ishini eplay olmagandan keyin o'pka zararlandi-da. Birinchi bo'g'ni himoya qilaman. To'g'rimi, boshqachami? To'g'ri. Xo'p, pnevmoniyani eng dastlab birinchi belgisi qayerdan bilamiz? Mana bola bugun temperaturasi 37 ga chiqdi, 37,5 ga chiqdi, bola lohas. Bola endi bu 5 yosh ham bo'lishi mumkin, 2 yosh ham bo'lishi mumkin, 15 yosh ham bo'lishi mumkin. Lohas, lanch, ishisi yegisi kelmayapti, boshim yorilaman deyapti, boshini ko'tara olmayapti. Biz qayerdan bilamiz buni o'pkasiga o'tmadi hali? Chunki bola qanchalik yosh bo'lsa, bola qanchalik kichkina bo'lsa, u shunchalik tezroq dekompensatsiyaga o'tadi, ya'ni reanimatsiyaga tushib qoladi, nafas yetishmovchiga tushib qoladi. Buni ota-onaga birinchi belgilardan ajratib olishlik muhim. Shaxsiy tajribangiz, chunki bilaman, yuqumli kasalliklar shifoxonasida shoshilinch tartibda dejur turasiz, navbatchilik qilasiz. Bu siz uchun kundalik hayot, mana yonyapti hozir dejur so'raysiz shu kunlarda. To'g'ri. O'pkasiga o'tib ketdi, ya'ni pnevmoniya boshlandi degan holat. Bolada tana haroratining yuqori 38-39 dan tushmasligi. Bir kun o'zida bo'lsa ham. Bir kun, bir soatning o'zida bo'lsa ham o'sha. Tushunarli. Chunki juda ham tez rivojlanishi, yosh bolalarda pnevmoniyaning rivojlanishi soat sayin rivojlanib ketishi mumkin.
qanchalik temperatura tana harorati yuqori bo'lib turdimi, pnevmoniya o'pkada yallig'langan jarayon hajmi oshib ketaveradi. Bo'laklararo o'sha pnevmoniya turlariga u alohida tema qilamiz. Segmentlarni belgilaydi. Segmentlar ketaveradi. Yo'tal qo'shiladi. Ikkinchisi yo'tal. Yo'tal Quruq qo'shiladi. bo'lsin, namli bo'lsin farqi yo'q. Albatta, yo'tal kuchayadi, doimgidan ko'paygan. U hatto borib bo'g'ilish bilan bo'ladi oxirida. Albatta, bo'g'ilish, ya'ni xurujsimon bo'ladi. xurujsimon. Keyin nafas olishning tezlanishi, Soni oshadi. soni oshadi. Ya'ni bola o'sha qarab turganda nazoratda oddiy holatga nisbatan nafas olishi tezlashadi va boshida yuzaki nafas, keyin chuqur nafasga, qorin bilan nafas olishga o'tadi. O'sha yosh ota-onalar masalan bolasini o'pkasiga o'tganligini masalan shifokorga chiqishga imkoni bo'lmadi, tana harorati tushmayapti, nafas olish tezlashgan, shunda qorni ko'tarib ko'rganda oddiy holatda biz ko'krak mushaklarimiz bilan nafas olamiz. Yosh bolalarda o'sha pnevmoniya boshlangandan keyin o'pka yaxshi o'zini funksiyasini qila olmagandan keyin majburiy ravishda qorin mushaklari qo'shiladi. Qorin bilan nafas olish kuzatiladi. Ko'krak qafasini ko'tarib tushishi yetarli bo'lmay qoladi va qorin mushaklari qo'shiladi nafas olishga yordamchi sifatida. Bunda detalni tushuntirishga edi. O'pkada pnevmoniyada nima bo'ladi o'zi? Nima uchun shunaqa juda katta hajmda nafas olish kerak? Chunki o'pkada pnevmoniya bo'lganda o'pkani o'sha alveollarda yallig'lanish jarayoni ketadi. Bizni tashqi muhitdan o'sha qabul qilayotgan kislorodni olib qonga to'liq yetkazib bera olmaydi, chunki yallig'langan qism, pnevmoniya bo'lgan qism ishlamayapti. U qonni yetkazib bera olmayapti, qonga kislorodni yetkazib bera olmayapti. Miyada signal boradiki, bizga anaqa havo yaxshi kelmayapti, o'sha organizmga havo kirmayapti, nagruska bilan ishlatish kerak, tezlashtirib o'sha nafas yetishmovchilik belgilari boshlanib ketadi. Chuqur nafas mana bu boshimga talabni oshiradi, kislorodga bo'lgan talabni. Organizm majburiy ravishda keyin tashqaridan olib kislorodni chuqur nafas olib tezlashgan holatda tashqaridan kislorodni ko'proq olib, masalan, ikkita o'pka bo'lsa, yarimi ishlamayapti, qolgan yarim bilan ish tezligini oshirib organizmni ta'minlab berishga harakat qiladi. Bu o'rtasida ko'proq sifatsiz nafas ham bo'lib qoladi-da. Albatta. Jahongir aka, sizningcha odamlar infeksiyasiga qachon murojaat qilishni kechiktiradi? Misol, bir yuqumli kasalliklar shifokori sifatida qaysi vaqtda, qizamiqda yoki ORV, ya'ni o'tkir respirator virusli infeksiyalarda, hozirgi mana mavsumiy kasalliklarda qaysi darajada kechikkan bo'ladi o'zi ota-ona? Ota-onalar hozirgi kunda kasallikni ancha o'tkazib, masalan, oddiy ORVda o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek, o'pkasida pnevmoniya boshlangan holatlarda ko'pincha e'tiborsizlik qilib, uyda ham o'zini davolashga harakat qilib 2-3 kun yoki 5 kungacha o'zlari palapartish muolajalarini olib borib, kasallikni asorat bergandan keyin olib borishi kuzatilyapti. Yana bolada o'sha og'ir holatlar boshlanganda, masalan, o'sha o'tkir respirator kasalliklardan masalan pnevmoniya bo'lishi mumkin yoki ichak infeksiyalarda, diareya holatlarida bolada suvsizlanish boshlangandan keyin holsizlikda, toshmali infeksion kasalliklarda o'sha organizmga toshib bo'lgandan keyin holati yaxshilanmay, uyda palapartish davolashga harakat qilib immun tizimini ishini susaytirib yuborgandan keyin murojaat qilish holatlari ko'p uchramoqda. Bunda kechki murojaat qilish nimaga olib keladi? Kechki murojaat qilish bolani tuzalmasligiga emas, tuzalishini cho'zilishiga. Ya'ni uzoq vaqt talab davo muolajalarini uzoq vaqt davom ettirishga va keyin holatini og'irlashib qolishiga ham sabab bo'lishiga olib kelyapti. Ayniqsa bu yoshlarda bo'lsa, yosh bolalarda juda ko'p uchrayapti. Reanimatsiyaga tushish ehtimoli, ya'ni gipoksiyaga, saturatsiyaga tushib ketish ehtimoli juda yuqori. Shaxsan men o'g'lim bilan 2 oylik vaqtda shu holat bo'lgan. O'zi dekabrda tug'ilgan, fevralda 3 soat ichida reanimatsiyaga tushib qolgan, saturatsiya 40 ga tushib. Bo'ladi, chunki mazam qochib qolgan 15-yilda. Pnevmoniya, masalan, ORV asorat sifatida bolalarda yuqorida ham aytib o'tdik, soat sayin rivojlanib boradi. Gipoksiyani, o'sha kislorod yetishmovchiligi, nafas yetishmovchiligi darajalari soat sayin isitma yuqori bo'lgan holatda tezlashib ketadi. O'sha uchun yosh bolasi bor ota-onalarga tavsiyamiz, farzandingizda qanaqadir muammo kuzatilayotgan bo'lsa, o'sha sog'lig'i bilan bog'liq yuqori tana harorati qayta kuzatilishi yoki yo'taltishligi, tez qayd qilish, tanasiga toshma toshishi, uyda o'z bilganicha davo muolajalarini boshlamasdan pediatr yoki infeksionist shifokorga murojaat qilsa vaqtliroq nur ustiga alo nur bo'lardi. Rahmat. Xo'p, keyingi savolimiz.
parazit kasalliklarini davolashdagi eng ko'p noto'g'ri qarashlar xalq tomonidan. Siz to'g'ridan to'g'ri parazitologmisiz. Bemorlarni bolalarni boshqalarni gijjalarni tovalab tozalaydigan usul. Eng ko'p noto'g'ri tarqalgan va foydasiz usul. Eng ko'p tarqalgan foydasiz usul klizma bilan davolashga harakat qilishadi. Bu tozalovchi klizma, ya'ni huqna deymiz. To'g'ri, uni ma'lum bir miqdorda ta'siri bo'ladi. U faqat yo'g'on ichakni yuvib, ichakni tozalashga qaratilgan muolaja hisoblanadi. O'sha qismda turgan jiqilgina olib tashlaydi. O'shani olib tashlaydi, lekin yo'g'on ichakni o'sha ko'tariluvchi tushuvchi chambarak ichak qismi va o'sha sigmasimon ichak atrofida asosan axlat massasi to'planadi. U yerda faol tarzda parazitlar bo'lmaydi. Parazitlar asosan oshqozon va ingichka ichak qismida bo'ladi. Qachonki uni foydasi bo'lishi mumkin, parazitlarga qarshi, ya'ni antigelmintik davo muolajalari o'tkazilib, keyin o'sha qo'shimcha sifatida qo'llanilsa, effekti yaxshi bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi, keyin gijjaga qarshi berilayotgan dorilardan juda ham qo'rqishadi, berishni xohlamaydi, jigarga ta'siri bo'ladi deb. To'g'ri, jigarga ma'lum bir miqdorda ta'siri bo'ladi, lekin o'sha gepatoprotektorlar bilan birgalikda qo'llanganda sxemasida, o'sha davo muolajalarining sxemasida bu narsa kiritilgan. Gepatoprotektor, o't haydovchi, hazmni yaxshilovchi dori vositalari qo'shilib kompleks olib borilganda bu ta'sir effekti yaxshi bo'ladi va organizm tezroq tuzaladi. Men shu jigarni zararlab qo'yaman deb qo'rqishi natijasida to'g'ridan to'g'ri o'sha gelmintga ta'sir qiladigan dorilarni ishlatmasdan atrofida aylanishadi. Tabiiy vositalarni qo'llab ko'rishadi, mayli, ularning effekti bo'ladi. Yo'q, effekti bo'ladi, juda effekti zo'r bo'ladi, lekin u bir 48 yilda bo'ladi-da kamida. Vaqt Hansa faqat qovonni urug'iga tayanib o'tiradi. To'g'ri. Ichida 5 xil parazit bor. Sodda jonivor leishmaniya ham bor, ostrica ham bor, askarida ham bor, kelasi echinokokon bor. Bu ona degan bechora sal farosati sal orqada qo'ygan ona qovonni urug'ini berib o'tiraveradi-da. Yo qovonni aptekadagi moyini berib o'tiraveradi-da. U tabiiy usullar to'g'ri qanchadir miqdorda effekti bor, yordam beradi, lekin ularni biz davolash uchun emas, profilaktika maqsadida foydalansak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. O'sha narsani odamlar tushuna olmayapti-da. Men o'zim nariga o'zim soham bo'yicha shunda chiqib ketyapti. Hamma bilib olgan tabiiy usul. Tabiiy usul darajasidan chiqib, operativ usulga borgan odam ham keyin tabiiy usul qilib yuraveradi-da. Tushuncha mana shunaqa bo'lib qolganda xalqimiz orasida noto'g'ri tushuncha shakllangan, chunki men shu narsani marketing qilib parazitologlik faoliyatini olib borayotgan joylar ko'p, anchagina. To'g'ri, lekin ularga ham o'zlariga insof bersin. Hammaga tabiiy degan so'z yoqadi. Tabiiy, toza tabiiy deb qo'yadi yana. Toza tabiiy deb. Xo'p, ota-onalar tushundinglar? Tabiiy davolanadigan chegara bilan dori-darmon qo'shib kompleks davolanadigan chegarani siz bilmaysiz. To'g'ri. Mutaxassis biladi. Ikkinchidan, boyagi klizma bilan tushadigan, klizma bilan tushmaydigan yoki klizmani o'zini alohida ishlatib yurgan odamdan qoching. Klizmani kompleks sostav sifatida ishlatib, dori bilan tushirib, uni hammasini joyiga keltirib, faqat ichakda mana shuni turmasin deb klizma qilib yuborgan odam ham xato emas, u to'g'ri. Lekin asli faqat klizma qilib to'g'rilayman 3 kunda, 10 kunda, 15 kunda deydigan odamdan qoching. Chunki siz aytayotganday bu kishi tushuntirdi hozir Jahongir akam, ichakda turgan, siz klizma bilan olmoqchi bo'lgan ichakda turgan mikroblarni yoki parazitlarni umumiy sondan 1% ham bo'lmasligi mumkin. To'g'ri. Xo'p, keyingisi. Bemorlar sizdan nima oladi? Ya'ni bir 5-6 ta sohani egasisiz. Pediatrsiz, bolalar va kattalar yuqumli kasalliklar shifokorisiz, infeksionist deydi. Parazitologsiz, gastroenterologni zo'r bilasiz, pulmonologiya bo'yicha tajribangiz o'ta og'ir. Nimada birinchi saflarda ishlagansiz. Biz ishlaganmiz Covid bansida birga. Hop, sizdan nima oladi? Ko'p sohani bilgan mutaxassis sifatida sizdan nima oladi? Maza qiladi bemorlar. Bizda hozirgi kunda murojaat qilayotgan yoki boshqasiga siz qolgan vrachlardan ko'ra qanday ustunlik bera olasiz?
ustunlik sifatida endi maqtanish bo'lmasin. O'sha yosh bolalarmi yoki yosh kattalar o'sha kuzatilayotgan nafas yo'llari tizimidagi kasalliklar, pnevmoniya, o'pkadagi bronxit yoki Hobl kasalliklarini davolash, sarson qilmasdan kimgadir yoki farzandini salomatligi bo'yicha pnevmoniya yoki shamollash infeksion kasalliklari bo'yicha gastroenterologik va keyin parazitalogik kasalliklar bo'yicha bemalol konsultatsiya va davo muolajalarni olib boraman. Bemorlar o'sha kelganda o'zi farzandi yoki o'sha ota-onani o'zida ham sog'ligida qanaqadir muammo bo'lsa, yo'nalishim bo'yicha qo'limdan keladi albatta yordam berib, bemorlarni sarsongarchilikdan qutqarasiz. qutqaramiz va qo'limizdan kelgancha yordam berib, Ortiqcha xarajatlarni qutqarasiz. ortiqcha xarajat shifokorga kir, bunga kirib chiq, sarsongarchilik emas. O'zimni masalan yo'nalishim bo'yicha qo'limdan kelgancha yordam berib, ortiqcha ovoragarchilik, sarsongarchilik va xarajatdan qutqaramiz. Zo'r. Bu aslida qadriga yetgan odam uchun katta ne'mat. Tasavvur qiling, bitta mashina ustaga boryapsiz-da, u mashina usta ham elektrikasini bilsa, ham ходовойni o'zi qila olsa, ham eshikdagi mayda-chuyda detal ishlarni qilib tashlasa, bu mashina egasi sifatida sizga bitta katta yutuq bo'ladi. Endi bunaqa doktorning qo'lida shifo topishish hamma narsani jamlaydigan odam kamdan kam. Bu katta xislat. Podkastni oxirigacha ko'ringlar. Keyingi sonlarni o'tkazib olmaslik uchun bunga obuna bo'linglar, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Bu kishiga to'g'ridan-to'g'ri savollar bo'lsa yoki bizga to'g'ridan-to'g'ri savollar bo'lsa, parazitologiya, aynan immunitet haqidagi zo'r savollar bo'lsa, bemalol savollarni yo'llanglar. Bu kishi ham mana buni kommentlarni kuzatib o'tiramiz va o'z-o'zidan biz chiroyli video javob bilan chiqamiz, taklifingizni eshitamiz va biz aytmagan, biz keltirmagan qanday yana aqlga sig'mas boshqacha davolash usullari bor, shularni ham iloji bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar. Xo'p, Jahongir aka, blitz savollarga keldik. Blitz savollar tezkor, qiziqarliroq bo'ladi, tez javob berishingiz kerak. Birinchisi, eng ko'p uchraydigan parazit kasalligi qaysi? Hozirgi kunda askariyda va lemli. Lambliya va askarida. Askarida bu ichaklarda yashaydi, 40 santimetrgacha bo'ladi. Lambliya bu o't pufagida o't suyuqligi bilan oziqlanib yashaydi. To'g'ri. Tushishi eng qiyin bo'lgan, Davolash qiyin bo'lgan. davolash qiyin bo'lgan, tanadan yo'qotish qiyin bo'lgan parazit. Chunki sodda jonivor u. Uni yo'qotish uchun 50 kunlab albendazol dorilar ichish mumkin. Bu jigarda ikkilamchi gepatotoksit ta'sirini chaqiradi. O'z-o'zidan bolada yoki kattada bo'lsa ham bilirubin keskin ko'tarib ketadi. Toksik ta'sir Og'ir. bo'ladi. Lekin undan qutulmasa bo'lmaydi. Uni o'zi Davolash juda og'ir kerak. diskreziya chaqiradi. Ana bu reflux. Deb qusaveradi. Qayd qilishda G'alati bo'laveradi. funksiya belgilari kuzatiladi. Diskomfort bo'ladi. Bo'ldi. Keyingisi. Bolalarda shamollash, ya'ni yallanishni eng tez qo'zg'atuvchi omil. Sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik, e'tiborsizlik, keyin ko'p kasal bilan kontaktda bo'lib qolish. Birinchisi, o'sha infeksiyani tarqatayotgan inson oldida bo'lib qolish, Kontakt, muloqot, to'g'ridan kontakt. Ikkinchisi, sog'lom turmush tarziga rioya sog'lom qilmaslik. turmush tarziga rioya qilmaslik, vaqtida uxlamaslik, vaqtida ovqatlanmaslik Evet. va vaqtida ruhiy jihatdan erkin bo'lmaslik. Keyingisi, immunitetni mustahkamlash uchun eng oddiy va sodda usul. Tanani chiniqtirish, to'g'ri ovqatlanish, yosh kattalarda bo'lsa sovuq suvli dush qabul qilish, yosh bolalarda ovqatlanish, vitamin terapiyani yo'lga qo'yish. To'g'ri. To'g'ri vitamin terapiya. Boshqa yo'l yo'q. Uning uchun anaferon, viferon svichalarni orqasidan tiqib bolalarni yoki tinmasdan atsikdori ichish shart emas. Ikkilamchi sifatida uni qo'llasa bo'ladi, lekin to'g'ridan-to'g'ri immunitetiga yordam bermaydi. Umuman yordam. Chunki immunitetni To'g'ri. ko'taradigan detalniy dorini o'zidan o'zi mavjud Yo'q, emas tabiatda. emas. Immunitet bu individual narsa. Hammaning immuniteti, misol 8 milliarddan oshiq odam bo'lsa, 8 milliard odamni misol deylik, qizamiqqa immuniteti bo'lsa, u qizamiqqa 8 milliard xil immunitet bor. To'g'ri. Birontasini takrorlamaydi u narsa. Xo'p, siz eshitgan eng g'alati xalqona infeksiyaning davosi. Isitma chiqdimi, bo'ldi antibiotik berish kerak degan. Virusnimi, bakterialnimi farqi yo'q. Qizig'i yo'q. Qiziq yo'q. Antibiotik terapiya va keyin kapelnitsa olish. Xalqimizda kapelnitsa olmasa tuzalmaydigan kasallar bor. Psixologически mana shunaqa Vasvas. tushuncha vasvasa bo'lib qolgan. Kapelnitsa ba'zida kerak, ba'zida kerak emas. To'g'ri, dezintoksikatsiya maqsadida qo'llasak bo'ladi, lekin uni ham shifokor tavsiyasi bilan ko'rigidan keyin qo'llash kerak bo'ladi. nimada
antibiotik olish, ya'ni birdaniga bo'lsa bo'ldi antibiotik olish degan narsa yomonligi qayerda? Virusni etiologiyalik bo'lsa, o'tkir nisbat virus bo'lsa, umuman ta'sir qilmaydi. 10 kunlab o'ldiradi. 10 kunlab antibiotik olaverasiz, u naborot ichagingizni battar so'rishlarni buzib, immunitetni battar joylikka tushiradi. Virus bo'lmasa, avjini olaveradi. To'g'ri. Naborot yordam beraman deb uni jaliga tortib qo'yasiz. Mutaxassisga ko'rining. Xohlagan yashash hududidagi, hatto meditser bo'lsa ham chaqiring, u doktorni topib oladi o'zi. Xo'p, bir so'zda profilaktika bu Sog'lig'imizni garovi. sog'lom turmush tarzini garovi. Sog'lom turmush tarzimizni garovi. Tushunadi. Jahongir aka, rahmat. Shuncha maroqli, ancha vaqtingizni oldik. Taklifimizni rad etmasdan, biroz gapimizni yerda qoldirmasdan kelib, immunitet to'g'risida, qisman parazitologiya to'g'risida shuncha bilim berganingiz uchun, uni xalqchil, asl haqiqatni bor narsani yetkazganingiz uchun sizga katta rahmat. Jamoamiz bilan Rahmat. ishlaringizga xayr baraka, faoliyatingizni yana ham kengaytirib, yana ham ko'proq insonlarga foydali bo'lishingizni niyat qilamiz. So'nggi so'z o'rnida bemorlarga maslahatingiz. Sog'lig'ingizni asrang, o'zingizni ehtiyot qiling, sog'lom turmush tarziga rioya qiling. Sog'lom Ehtiyot turmush qiling. sog'lom turmush tarzi yoki sog'lom immunitet bu faqatgina tabletga ichish yoki faqat vitamin C yoki limonni ichish emas. Bu To'g'ri. birinchidan bu kishi aytganday gigiyenik jihatdan toza yurish, to'g'ri va vaqtida ovqatlanish, to'g'ri uxlash, ijtimoiy muhitda toza joyda chiroyli yurish. Bu sog'lom turmush tarzi degan. Xo'p, shuning bilan bugungi sonimiz nihoyasiga yetdi. Jahongir akamga katta rahmat aytamiz yana bir bor. Bizni kuzatib boring, bizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Videolar chiqqan paytda haftada bir son chiqadi, to'g'ridan to'g'ri tezroq ko'rish uchun. Hop, nimadir savollaringiz bo'lsa, menga, Jahongir akamga yoki loyiha bo'yicha nimadir kamchiliklar bo'lsa, yo bilgan bilmagan g'alatiroq davolash usullari bo'lsa, chunki bizni xalq fantaziya o'ylab topishga mana bu xalqni o'zi emas, xalqni oldiga tushadigan chala yetakchilar fantaziya o'ylab topishga usta. Grijan davolash bo'yicha, gijani davolash bo'yicha men shunaqa davolash usullarini eshitaman, qulog'im og'irlashib qoladi, ishlamay qoladi. Shunaqa usullarni bilsanglar yozib qo'yinglar, biz shular to'g'risida aynan birga yana kichkina ko'rsatuvchilar qilamiz, kontentlar qilamiz inshaalloh. Buni ko'rib borasizlar. Omon bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar. Me'yorida, ya'ni vaqtida uxlamay turib soat 3 gacha yurish eng organizm uchun zararli holat. Mani testosteronim me'yorida, buni testosteron me'yorida, faqat meniki qon tomirida yurib o'zini ishini qilyapti. U odamning qon tomirida yurmayapti, teriga o'tirib olgan. Shunaqa. Jarayon rivojlanib shu darajagacha yetadiki, terida o'sha yiringli jarayon teri yuzasigacha ko'tarilib chiqadi. Nimaga 10 ta 15 yoshli o'g'il boladan 7 tasidagi 6 tasida husnbuzar bor, nari 4 tasida yo'q. Nima ularda ikkilamchi jinsiy belgilar shakllanmayapti? Ularda testosteron rivojlanmayaptimi? Spermani, ya'ni erkaklarda spermatozoidlar, ayollarda tuxum hujayralar faoliyatini buzishi mumkin. Aynan mana shu joyini rasmga olib yoki yozib olib turib, kichkina dumaloq video chaqib turib, yuzini siqib yurgan o'rtoqlarga jo'natib qo'yiladi. Endi tasavvur qilinglar-da, akneni davolamoqchi bo'lgan odam, ayniqsa belga maz surib uni davolamoqchi bo'lgan odam, qo'y yog'ini, ot yog'ini surib davolamoqchi bo'lgan odamlar endi tasavvur qilinglar, kimni, nimani aldayapsizlar.